안녕하세요, 안녕, 선생님. 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요. 안녕하세요. Tanishiqlarım var, tanishlarım var. Kutsu. Nova 반갑습니다. Kimni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsam, kim meni birinchi marta darsimda qatnashayotgan bo'lsa, yorobun nova 반갑습니다. Ovozim yaxshi ishlayapti deb umid qilaman. Yorobun onerin ashib xuddi bilganingizdek bizada qancha darsi bo'ladi. Kimdir uchun juda ham yangilik bo'lishi mumkin, kimdir uchun esa eshitgan bo'lishingiz mumkin va qaysidir ma'noda takror demak mazmunlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin iloji boricha sizga qiziqarliroq va yangiroq qanaqadir tarzda yondirishga harakat qildim va o'ylaymanki sizlarga juda yam foydali va qiziqarli dars bo'ladi. Dam olish kuni hammangiz maza qilib dam olsangiz bo'lardi, lekin erinmasdan vaqt ajratib kelganingiz uchun birinchi o'rinda hammangizga rahmat aytmoqchiman va reально foydali bo'ladi deb o'ylayman. Demak, bugun hozir bizada mendan tashqari yana 24 ta kishi o'tiribdi. Bitta E'zoza sen bitta o'qituvchimiz o'zimizda. Demak, u kishini ham olib tashlasak, общий bizada hozir 23 ta odam o'tiribdi. Bu degani yorug'lik. Даже agar sinfda o'tirgan bo'lganimizda ham kamera yoki bo'lmasam mikrofonda живой gapirganda juda ham shovqin bo'lishi mumkin qaysidir ma'noda. Shuning uchun mikrofonlaringizni iloji boricha qo'shmanglar va qachon men sizga ismingizni aytib savol bersam, mikrofoningizni qo'shsangiz bo'ladi va qolgan javob beradigan joylari bo'ladigan bo'lsa yoki savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, yorobin shu yerda Zoom'da chat bor bilasizlar, o'sha chatga qoldirsalaringiz bo'ladi va boshqa yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, Telegram kanalimizga postlanib oxirgi postni tagiga qoldirsangiz ham bemalol bo'ladi. Ovozim hammaga yaxshi ishlayaptimi yorobin? Bitta chatda plyus qoldiringlar, chunki agar yaxshi ishlayotgan bo'lsa, vaqtni cho'zmasdan sraz boshlaymiz, chunki men eng yomon ko'radiganim 2 soat cho'zilib o'tirish. Sizlarni ham o'zimni ham vaqtim olgim kelmayapti. Qisqa vaqtda samarali ishlab tez-tez o'tib, tez-tez tugatganimiz yaxshi. Okey, plyuslar bizada kelyapti, demak, okey, 좋아요. Ovoz hammaga boryapti. Kitsune cho'zsimnida judayam yaxshi yoraman. Okey. Plyuslaringizni ko'ryapman. Hammaga rahmat. Chaqqon-chaqqon o'quvchilarni ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun iltimos chaqqon-chaqqon bo'lib, сразу reaksiya berib javob bersalaringiz bo'ladi. Конечно, budam срочно hammaga kamera yoqing deb majburlay olmayman, lekin agar yorug'ini sizga bemalol bo'lsa, sizga noqulay tarafi bo'lmasa, kamerangizni yoqib qatnashsangiz judayam xursand bo'lardim. Darsda ham o'zim o'quvchilarim ham bu yoqda bor. Hamma bo'lmasa ham ba'zilari kelgan. Ular juda ham yaxshi biladi. Men dars paytida ham kamera yoqishlarini iltimos qilaman, chunki odatda kamera bo'lsa, sizni ko'rib tursam, odamlarni ko'rib, реально ko'rib xuddi hayotda dars berganda bersam, boshqacha o'zim ham dars o'taman, darsni boshqacha his qilaman. Shuning uchun ham agar sizga noqulay tarafi bo'lmasa, iltimos, kamerangizni yoqib qo'ysangiz judayam xursand bo'laman. Okey, bizada okey, yana kimdirlar qo'shilyapti. No, zapis ketyapti yorobon. Agarda kimdir internet yaxshi bo'lmasa, kechroq qo'shilgan bo'lsa yoki ba'zi bir sabablarga ko'ra bugun qo'shila olishmagan bo'lsa, bemalol darsni keyin ko'rib olsangiz bo'ladi. Darsni qoldiramiz o'zimizda kanalimizda. Shuning uchun keyinchalik agar atrofingizda kimdir ko'rmoqchi bo'lsa ham bemalol linkni ulashishingiz mumkin. Okey, nima qilamiz yorobon? Uzoq kutmaymiz, sirazi boshlayveramiz. Endi qo'shiladiganlar menimcha asta-asta qo'shilaversa ham bo'ladi va qo'shimcha nimadir savollar bo'lsa orada bersangiz bo'ladi. Keling yorug'im, birinchi o'rinda sizni bugun darsimizda darajasida nimalar bo'lishi bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Yorug'im, iltimos kimdir bo'lsa ham kamerangizni yoqib qo'yinglar. Sizlarni ora-orada bo'lsa ham ko'rib tursam juda ham xursand bo'laman. Конечно, majburlay olmayman. Noqulay bo'lmasa faqat. O'quvchilarim qani sizlar? Sizlarga noqulay emasdir. Sizlarni o'z shundoq ham ko'raman. Qo'shinglar kamerani. Yorug'im. Endi qizlarga ozgina ba'zi noqulay bo'ladi. No, в принципе, bu dars menimcha hech kim ko'rishga vaqti ham bo'lmaydi, chunki dars qiziqligidan siz faqat ekrandan ko'zingizni uzolmaysiz. Faqat menga qarasangiz kerak ham. Shuning uchun ham bugun bunaqa chiroyli bo'lib keldim. Hozir odatda unaqa darsga chiroyli bo'lib kelmayman. Shu uyda qanaqa ko'rsam shunaqa o'taman. Bemalol xuddi bilmadim, do'stlarim bilan ko'rishgandek kutcho. Ana o'quvchilarim tasdiqlab beradi buni. Okey. Demak, yorug'im, bugun bizada Xancha darsi nomi Xanchaning 처음이지. Nimaga? Chunki Xanchani o'rgatadiganlar ko'p oramizda, bilganlar ham bo'lishi mumkin, lekin Xanchani bilmaydiganlar, hattoki даже ko'gib darajasiga yetib ham ko'gib, ya'ni yuqori darajaga yetib ham Xancha haqida tushunchaga ega bo'lmagan o'quvchilar afsuski hali hanuz judayam ko'p. Men bu narsani o'zimni praktikamda ham ko'p ko'rdim. Shuning uchun ham bu narsani haqiqatdan ko'proq odamga aytish kerak, чтоб не то, что o'qituvchisi o'rgatib yoki kimdir o'rgatishini emas, balki o'zi shu narsani ozgina-ozginadan o'rganib,
va foydasiga ishlatsin degan ma'noda bunaqa bepul darsni tashkil qildik. Va bundan oldin meni Instagramda kuzatasizmi yo'qmi bilmayman, Instagramda ham aytgan edim. Bu yilgi meni maqsadim birinchi o'rinda iloji boricha sizga bepul ma'lumot ko'p berish bu yilgi. Chunki shu paytgacha kim meni kuzatgan bo'lsa, dars olgan bo'lsa bilishadi, unaqa bepul ma'lumot ko'p bo'lmagan bizada. To'g'risini aytaman, men umuman bepul biron bilimni berishga, vaqtimni ajratishga bepul bergim kelmasdi, chunki qadrlamaydi o'quvchilar deb o'ylardim. Lekin shu narsani biroz o'zgartirishga qaror qildim va bu safar bepul darslar judayam shunaqa foydali, qisqa bo'ladi-yu, lekin bir martalik, ikki martalik, no, shunaqa darslar judayam ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham yorabun kanal linkini boshqalarga обязательно ulashinglar, chunki faqat bugun bilan tugamaydi, keyinchalik ham bu narsa davom etadi. Shuning uchun o'zingiz ham doim kuzatib borsangiz bo'ladi. Yorabun ekranga iloji boricha chizmanglar, уже ekranga chizayotganlar bor. Anday ekranga faqat men chizaman. Okay. Demak, bugun bilasizlar, уже 20:00da boshlashimiz kerak edi. Boshlayman. Birinchi o'rinda nima bo'ladi bugungi darsimizda? Demak, tanishtirib o'tsam, qisqa tez aytib so'ga 시간이 있을 거예요. ya'ni sizlar bilan tanishish vaqti bo'ladi. Judayam qisqa, lekin baribir tanishish kerak. Keyingisi 한자에 대한 기본지식, ya'ni qancha o'zi nima va nimaga bizga kerak, o'sha narsani aytib o'tmoqchi. Judayam tez aytib o'taman buni ham. Keyin esa 여러분 이 관계 한자와 반의 관계 한자를 공부할 거예요. ya'ni sizlar bilan bitta hanchani chuqur o'rganmaymizligini 3-4talarini ustidan qanaqadir nima deydi, sistemni ko'radigan qilib o'xshash hanchalarni, ya'ni sinonim ma'nosi o'xshash hanchalar va paniy hancha, ya'ni ma'nosi bir-biriga antonim, qarama-qarshi bo'lgan hanchalar bor. Ana shularni ham ko'rib chiqamiz. Keyin esa hancha 정리 testi bo'ladi, ya'ni darsni qanchalik yaxshi eshitdingiz, qanchalik sizga qiziqarli bo'ldi, qanchalik ko'p narsani eslab qoldingiz, o'shani tekshirish uchun, конечно, oxirida test bo'ladi. Va bundan tashqari bu dars juda yaxshi qiziq tuzilgan, chunki ora-orada bizada kvizlar bor, savollar bor. Shuning uchun ham e'tiborli bo'lib turing, savollarga javob to'g'risini topishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun iltimos, darsda juda e'tiborli bo'lib, yaxshi eshiting boshidan oxirigacha. Va yorabun oxirida, конечно, reklama bo'lmaydi, aytib qo'ying. Bepul dars bo'lgani uchun odatda reklama qo'yamiz, lekin bu safar reklama boshida qo'ymayman dedim, keyin yana bir qo'ysam dedim, qo'ymaslikka qaror qildim. Reklama bo'lmaydi, hech qanaqa kurs haqimda ham ma'lumot bermayman, reklama bo'lmaydi yorabun. Shuning uchun ham oxirida lekin sizlarga foydali, ya'ni sovg'a ozgina bor. Katta qanaqadir narsa emas, juda ham kichikroq narsa, lekin baribir ham menimcha kimgadir bu foydali bo'ladi. Shuning uchun baribir ham oxirigacha kutishingizni iltimos qilaman. Va boya aytganimdek, oxirida test ham bor. Test prям oxirida bo'ladi. Shuning uchun ham boshidan oxirigacha yaxshilab eshiting va eshitsangiz, конечно, o'zingizga foyda. Keyingisi oxirida o'sha yorabun dars haqida ozgina bo'lsa ham fikringiz bo'lsa, shuni eshitmoqchiman. Конечно, sovg'a bo'ladi sizlarga test natijalari bo'yicha. Kim yaxshi ishlasa, o'shanga sovg'a bo'ladi kichikroq. Tamam. Endi so'nggi sigan yorabun birinchi o'zimni tanishtirib o'taman, chunki orangizda balki meni birinchi marta ko'rayotganlar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Tanishlarim ham bor, avval o'qigan, lekin hozir o'qiyotgan o'quvchilarimning ba'zilarini ko'rganday bo'ldim. Lekin yangilar ham menimcha juda ham ko'p. Shuning uchun tezda o'zimni va yana bitta shu naqaga yordam bergan boshqa xodimlarimiz ham o'zi 2 kishi bor общий uchun. Juda ham tez faqat o'zim tanishtirib o'tib ketaman, chunki menimcha ularga o'zingiz tanishtiring desam hozir 당황하실 것 같아요. ozgina menimcha noqulay bo'lishadi. Shuning uchun o'zim tezda tanishtirib o'tib ketaman. Keyin esa yorimiz sizlar bilan tanishishni ham xohlayman. Ya'ni 50 ta bo'lsangiz 50 kishi bilan, 30 ta ekanmiz hozir 30 ta bo'lsak 30 tani hammasi bilan tanishmoqchiman. Faqat og'zaki eshitolmayman. Shuning uchun nima qilamiz? Конечно, Zoom chatdan yoki Telegramdan foydalansangiz bo'ladi. Demak, yorabun, meni ismim Husnora, o'zbekman. Koreyada уже почти 4 yildan beri yashayman. Samarqandda o'qiganman koreys tili yo'nalishini, bakalavrini. Hozir esa Koreyada magistratura darajasini tugatish arafasidaman. Juda ham umid qilyapman shu yozda va nihoyat o'qishni bitiray deb. Koreys tilidan dars beraman. Уже почти 2 yil bo'lyapti. Menda faqat onlayn darslarni hozirgi faoliyatim boshlaganimga esa 2 yil bo'lyapti. Ishimni juda ham yaxshi ko'raman. Bizada hamma darslar onlayn. Biz K-Dream Academy degan kichikroq onlayn maktabimiz, hali kichkina. Kelajakda juda ham katta bo'ladi deb o'ylayman nasib. O'sha maktabga asos solganman va komandamiz bilan shu paytgacha sizlarga iloji boricha yaxshiroq darslarni, yaxshiroq kontentlarni berishga harakat qilib kelyapmiz. Telegram kanalimizni ham oxirgi mana shu ayniqsa yangi yildan keyin juda ham kuchli yurityapmiz. Shuning uchun ham men o'ylaymanki sizlarga foydali bo'lyapti. Kim kuzatmasa, bundan keyin kuzatinglar. Kim kuzatayotgan bo'lsa, молодцы. O'zingiz ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Ancha juda ham qattiq anaqa bo'layotganimiz Telegram kanalimiz. Okay. Bundan tashqari yorabun, bugungi darsni hammasini men olib boraman va darsni почти полностью o'zim tayyorlaganman, lekin bizada umumiy tashkiliy tomonlariga va darsni o'zini tayyorlashga yordam bergan o'qituvchilarimiz bor. O'qituvchilarimiz
Okey. Birinchi o'qituvchimiz bu E'zoz asosiy Nimyorabon. U kishi ham bizani akademiyamizda ishlaydilar. EPS topikdan dars beradilar и mentor o'qituvchi, ya'ni o'quvchilarni uyga vazifalarini nazorat qilib, bundan tashqari lug'at yodlashini ham doim o'zi nazorat qilib boradi. O'quvchilarim juda ham yaxshi tanishadi. Bugun ham Yorabon test qismiga aynan E'zoz sizlarga tayyorlab kelgan, shuning uchun oxirida E'zoz sizlarga test jo'natib beradi. O'sha natijasiga qarab sizlarning orangizdan bir kishini tanlab olamiz. Va yana bitta tashkil ishlarimizga yordam bergan, sizlarga doim anaqa kurslarimiz haqida ma'lumot beradigan administratorimiz bor. Menejer deysizmi, administratormi? Mubina hozir bu yerda o'tiribdimi bilmayman, no menimcha kirgan bo'lishi kerak. Ularga birinchi o'rinda ham sizlar hammamizda ham o'zim nomidan rahmat aytib o'tmoqchiman. Endi esa sizlar bilan tanishamiz. Men hozir rovna ko'p vaqt berolmayman, lekin uzr. Shuning uchun o'sha vaqtimizda biz hali endi tanishdik, уже 8-14 bo'lib qo'yibdi. Shuning uchun tezda tanishamiz Yorabun hamma. Ismi, yoshi, qayerdaligi, koreys tilini bilish darajasi. Agar bilish darajangizni bilmasangiz, hech bo'lmasa qancha o'rganganingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ismingiz, yoshingizni farqi yo'q. Lekin yoshingizni ham yozsangiz yaxshiroq. Просто meni necha yoshda deb shunaqa umumiy ma'lumotlar ham qiziq o'zimga juda ham har biringiz haqingizda. Shuning uchun ham yozib qolaring. Уже 37 kishi bo'libmiz. Tezda yorib, men ochib ham qarab turibman. Hozir chatga ismingizni, yoshingizni, qaysi shahardansiz va qaysi davlatda yashaysiz? Masalan, O'zbekistonmi, Koreyami yoki boshqa davlatdan bo'lishi mumkin. O'shani yozib qoldiring. Koreys tilini qancha o'rgangansiz? Qanaqa darajadasiz? Ha, yorabun. Zoom'ni o'zini chati bor. Ekranni pastida chat qismi bo'ladi. Oy. O'shani topingdagina tezda yozib boring yorabun. Men hammanikini o'qiyapman. Okey, kelyapti. O'rganyapman, Koreyada yashayman. Chuayo. Muxlisa. Aha, Muxlisa 4-guruh. Judayam yaxshi. Xurshidjon 27 yosh, Kaypi Koreyada I9 viza. Judayam yaxshi. Meni judayam xursand qilayotgan narsa oxirgi paytlar, hatto Koreyada yangi qanaqadir o'qish yoki bo'lmasa ofis ishi emas, balki jismoniy mehnat qilishga kelgan bo'lishlariga qaramasdan judayam harakat qilib, yaxshiroq vizalarni o'zgartirib, yaxshiroq joyda ishlashga, tillar o'rganishga, rivojlanishga juda ko'pchilik harakat qilyapti. Chunki o'quvchilar orasida ham именно Y9, ya'ni ishchi vizasi bilan kelganlar judayam ko'p, lekin judayam harakatchan. Eng qizig'i даже ba'zi studentlardan ham yaxshi o'qishadi. Shuning uchun молодцы. Okey, yana kelyapti. Ranoshi 29da koreysni bir yil oldin o'sha o'rganyapman. Ha. Okey, Tohir Koreyadaman, boshlang'ich daraja. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shahnoz 33 yoshman, Koreyada yashayman, 3-guruh. Ro'zi Muhammad 6 yil Koreya student. Doniyor Shi deb o'quvchim bo'lgan. Tayjon shahrida o'qiyman, 4-kurs Koreyada o'rtacha. Aha. Kamron Shi. Aha, 28 중급. Okey, Tashkent. Sevara 97 Samarqand. Oh, cho'ta tanish odamlardek tuyulib ketyapti menga kimdirlar. Tanishlar bo'lsa juda ham yaxshi, xursandman kelganingizdan. Shahzoda 21. Qizlar ko'proqmi deymanda, yorobod. Qani o'g'il bolalarmi yozinglar tez. Sherzod 5 Koreyada endi topik boshladim tanlashni. Yaxshi, shoir 20 topikda o'ralganman oldin. 2000 yildan beri shug'ullanyapman, Toshkent. Shuayo. Yorobod hali lekin menimcha 36 ta odamdan hamma даже yarmi ham menimcha bo'lmadi. Yozing tez. Ровно yana 1 minut и уже davom etamiz. Yozib qoldiring. Hammaniki yorib qiziq bizga, hammaniki yozing. Yorqin 21 yoshdaman, Andijon viloyatidan, koreys tilini 1 yildan beri o'rganyapman. Chuvayo, Jonibek Koreya. Okey. Yorobun yozing tezroq tez. Zemlyak, Misxsnora. Mehrangiz Koreyadami, 2-ga borish kerak, lekin topigim yo'q. Chuvayo. Yorobun kimlar bor yana tezroq yozing. Menimcha почти okey, где-то 60-70% odam yozdi. Уже Jasur 10 yildan beri Koreyada, qaysi umuman bilmayman. Oy. Unda qanday tushunasiz bugun darsimizni? No, lekin qiziq bo'ladi, mayli. O'tiring, balki tushunarsiz. Sohibnazar 28 yosh, o'zimda 1,5 yil o'rganganman. Yaxshi. Nuriy xalq 2 oydan beri o'rganayapman, Koreyada ishlayman. Chuvayo. Yaxshi yorabun. Hamma yozganlarga rahmat. Kim yozmagan bo'lsa, hali ham bo'lsa yozib qo'ying, обязательно. Go'zal 33 2-guruh. Okey. Обязательно yozib qo'ying, chunki menga qiziq, ora-orada ham baribir bir qarayman. Endi qo'shilayotganlar bo'lsa, yorabun darsni endi boshlayapmiz. Hammasi oldindan eshitmani o'tkazolmadingiz hali. Okey. Sizlar bilan tanishdik, o'zimni tanishtirdim. Hali ham xabarlar kelyapti. Chuvayo, yaxshi. Endi yorimiz, lekin savol bor bu yerda. Hancha o'zi nima? Kim javob beradi? Tez buni ham chatga yozsiz bo'ladi yoki qo'l ko'tarib bir kishi javob bersa ham bo'ladi og'zaki. Bormi yorabun? Og'zaki javob bermoqchi bo'lganlar bir kishi. Qo'lingizni ko'tarsangiz men anaqa qilaman. Chamkamanyo. Bizda qo'l ko'targanlar bor. To'g'rimi? Kimdir qo'l ko'tardi. Нет, qarshi chalayotgan ekan. Qo'l ko'targanlar yo'q.
Xitoy ieroglifi. Okey, bazayo. Kitayskiy ierogliflar. Bazayo, bazayo. Yorubim judayam yaxshi. Shahnoza Shi qo'l ko'tardi. Shahnoza Shi, poki, qani siz? Okey. Shahnoza Shi, ovozingiz chiqarib bir javob bera qoling hammani nomidan. Assalomu alaykum. Juda shovqinroq Assalom. bo'ladi, chunki bolam bor. Aha, yaxshi ishlayapti. Tez gapirsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, Panjab Xitoy yo guruhidan olingan. O'zi aslida kars alifbosi. Короче, endi shu tarafda yo guruhligidan Tushundim. olingan. Sizni tushundim. А, Okey. Yaxshi. Yorubim, birinchi marta ko'rib turib, buncha odamni oldida mikrofonni qo'shib javob berish o'zi real Shu, najot. Men masalan, xijolat bo'ldi. sizga anaqadek ko'rinishim mumkin, lekin hech qachon unaqa qilolmayman. Men даже ortiqcha savol ham bermay biror joyga borsam, faqat eshitib o'tiraman. Men haqimda qiziq fakt deydi-ku. Keraksiz bo'lsa ham. Okey, demak, qancha deb yorib, qancha nima deb men ChatGPTdan so'radim. Va ChatGPT akamiz shunaqa javob berdi. Kimga qiziq bo'lsa o'qib olsangiz bo'ladi. Lekin men ChatGPT akadek javob bermayman, balki o'zimni tilimda sizlarga oddiy qilib dehqonchasiga deydi-ku, dehqonchasiga hozir tushuntirib o'taman. Demak, qancha bu nima yorobun? Oddiy qilib aytsak-da, bu xitoycha ierogliflar. Faqat nima? Koreyslashtirilgan. Xuddi bizada Konglish degan narsa bor, inglizcha so'zlarni koreyschalashtirib ishlatamiz. Kutsa, masalan, research deydi, kutsa, research degan so'zni, izlanish degan so'zni koreyslar. Xuddi o'shanaqa koreyscha, xitoycha so'zlarni, xitoycha ierogliflardan kelgan so'zlarni koreyslar o'zlashtirib ishlatiladigan narsa koreyslar qancha deyiladi. Endi cho'ayim. Endi yorobun koreys tiligi qanchalarni o'rganish qanchalik muhimligini va nima uchun bu juda kerakligini hozir sizga bir ikkita savollar orqali isbotlab beraman. Birinchi savolimiz. Koreys lug'atining nechi foizi qanchadan iborat? Yorobun ABC variantlari bor. Bittasini tanlab tez javob bersangiz bo'ladi. Naqaga chatga. Tezroq. A, B yoki C. Mana shu uchta variantdan bittasi. Tez. B, 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 V, V degan variant yo'q edi. C degan variant bor, V degan yo'q. C, uchta C variant keldi, B kelyapti, C. Nimaga E'ni hech kim tanlamayapti? E. Muhim deyapsiz, demak 10%dan kam bo'lishi mumkin emas. 10%lik, undan ko'proq deb o'ylayapsizmi? Yaxshi. Okey. C, B. Okey. Juda menimcha ko'proq baribir C varianti keldi, B varianti ham kelyapti. C ko'proq kelgan. Okey. Yorobun, vaqtni cho'zmayman, sразу javobni aytaman. B varianti yorobun, ya'ni 60-70%. Ba'zi bir manbalarda 60, ba'zilarda 70 deyiladi. No, koreys tilidagi demak lug'at, ya'ni so'z boyligi, so'zlar koreys tilidagi hamma so'zlarning necha foizi? 60-70% atrofida qanchadan iborat, ya'ni Xitoy tilidan kelgan so'zlar hisoblanadi. Shuning uchun ham yorobun, xitoyliklarga koreys tilini o'rganish osonroq. Grammatika qiyin, lekin so'zlarni yodlash, eslab qolish juda ham oson. Endi keyingi savol yorobun. Quyidagi so'zlar ichidan qanchadan iborat bo'lmaganlarini toping. Ya'ni haqiqiy koreyscha so'zlarni topishingiz kerak bo'ladi. Xitoy tilidan kirib kelgan, ya'ni qancha emas, haqiqiy koreyscha so'zlar. Qaysi so'zlar? Bu yerda ham yorobun anaqasi bilan yozsangiz bo'ladi. Nima edi? Harfi bilan. Bilganingizni yozing. Bitta bilsangiz bitta yozing, ikkita bilsangiz ikkita yozing. Tezda anaqaga yuboramiz buni ham. Okey. Owner so'zini aytyapti. Funner so'zini aytishyapti. Okey. Yana yorobun, yana A bizada nima? To'sog'on so'zi. Aha. I bizada o'ra degan so'z. K bu check degan so'z. Okey. A degan so'z to'sog'on so'zi. I degan so'z o'ra degan so'z. B 외국인 degan so'z. Qancha emas, yorobun, Xitoy tilidan kirib kelmagan, qancha bo'lmagan haqiqiy koreyscha so'z. Okey, I ham bor ekan, Changhaqqim. Jiu ismida turgan, Nik Jiu ekan. Ustoz, hammasi qanchadan iborat emasmi? Yo'q. Yo'q, ichida haqiqiy koreyscha so'zlar ham bor, qanchadanlari ham bor. Haksang so'zi. Okey. Yana bormi variantlar yorobun? Yana bormi variantlar? Chek. Chek so'zi qancha emas. Okey. Okey. Yorobun, bu yerda nechta so'z? FHKL. Okey. Jo'yo. Yaxshi, variantlar kelyapti. Yorobun, bu yerda nechta so'z bor? Общий 12 so'z bor. 4tadan 3ta stolbik bo'lyapti, qitcho. 12 so'z degani, qitcho, va
aksariyati 여러분 siz kundalik hayotda ko'p eshitgan va biz ko'p ishlatadigan so'zlar 그쵸? 도서관, 외국인, 학기, 인형. 인형 nima degani? qo'g'irchoq, 학기 degani semestr. 올해 shu yil, ha늘 osmon, 가족, oila, 친구, do'st, 장학금, bu stipendiya, 학생, o'quvchi, chek kitob, o'nir bugun, to'sog'on, kutubxona, 외국인, chet el, 그쵸? Biz kundalik hayotda boshlang'ich daraja menimcha mana shu so'zlarning aksariyatini hamma biladi, 그쵸? Bu yerda bilmaydigan so'zingiz menimcha bo'lmasa kerak va yarabbim bor yo'g'i uchtasi bor yo'g'i uchtasi nima ekan? Koreyscha so'z ekan. Bor yo'g'i uchtasi. Ya'ni haqiqiy koreyscha. Qolganlari hammasi nima yorabun? Xancha. Xancha qolgan uchtasi qolgan hammasi xancha hisoblanadi. Ko'ryapsiz-a? Shokmi shok. Chunki даже cho'g'i boshlang'ich darajada shuncha so'z nima? Xanchadan iborat. Ko'ryapsiz-a? Shu ikkita vaziyatdan ham уже bildingiz, to xanchalarni o'rganish juda ham muhim. Endi qancha o'zi nima yorabun? Bu Xitoy tilidan kirib kelgan, demak, Xitoy iyerogliflaridan kelgan narsa va nimaligini ko'ramiz. Masalan, biz bilgan o'sha in degan so'z, in chet ellik degan so'z. Endi mana shuni xitoycha yozadigan bo'lsak, xitoycha iyerogliflar bilan mana bunaqa bo'ladi. Va buni o'qilishi o'zi mana bu bittasi bitta qancha hisoblanadi. Hamma fakultetniki har xil. Yorabun, iltimos, hamma fakultetniki har xil deb kimdan ovoz chiqyapti? O'chirib qo'yinglar mikrofonlaringni. Okey. Bobirjonda mikrofon yoniq ekan. Yana kimda yoniq? Yana kimda yoniq? Mikrofoningiz iltimos o'chiring, darsga xalaqit bermang. Yoki dars qiziq bo'lsa chiqib keting desam. Okey. Demak, yorabun, keling qaytamiz mavzuga, chetlashmaymiz. Mana bu yorabun 3 ta qancha. Mana bu 3 ta iyeroglif. Haqiqiy Xitoy tili va iyeroglif yorabun. Birinchisi y deb o'qiladi, y. Endi men tonlarni zo'r bilmayman. Y-mi? Shunaqa o'qilish kerak. Keyingisi go va oxirgisi jin. Y, go, jin deb o'qiladi. Bu yorabun y degani tashqari, go degani davlat, jin degani odam. Bu Xitoy tili. Bu чистый Xitoy tili. Endi xuddi mana shu so'z yorabun koreys tilida ham bor va mana shu v degani mana bu iyeroglifning yorabun, mana bu haqiqiy xitoychada o'qilishi bo'lsa, mana bu koreyscha o'qilishi va yozilishi. V. Ko'ryapsiz-a? Keyin qaysi? Go. Go qanday o'qilar ekan koreys tilida? Guk. Keyingisi jin qanaqa o'qilar ekan? In deb o'qilar ekan. Sal o'xshab ketadi, lekin boshqacha. Ko'ryapsiz-a, yorabun? Bu ham nima? Xuddi Konglish. Ingliz tilini koreyskiylashtirilgandek, Xitoy tilidagi iyerogliflarni aytilishi ham koreyslashtirilgan. Bizga yorabun iyeroglifning o'zi kerak emas. Uning haqiqiy aytilishi ham kerak emas. Faqat nima kerak? Koreyschada yozilishi kerak va o'sha bo'g'inning ma'nosi kerak. Anaqa ma'noni berishi kerak. Shuni bilsak bo'ldi. Bizga iyeroglifizm kerak emas. Shuning uchun prinsipi o'rganish unaqa qiyin emas, qanchalar juda ham oson va ularni o'rgansangiz уже nima qilasiz yorabun? So'zdagi har bir bo'g'inni nimasini, ma'nosini qaysi ma'noda tushunasiz. Yoki bo'lsam in bilan tugasa уже shu so'z vaziyatga qarab, odam ekan, inson degan ma'noni berar ekan degan deb o'ylashingiz mumkin. Odam, inson ekan. Ana shuning uchun ham qanchalar kerak yorabun so'zlarni osonroq eslab qolishga. Va so'zlarni nima qilishga? O'xshash so'zlarni bir-biridan ajratishingiz uchun ham kerak bo'ladi. O'xshash so'zlarni qachon bir-biridan ajrata olasiz? Buni уже qanchalarni ko'p o'qiganingizdan keyin o'rganishingiz mumkin. Endi o'ylashingiz mumkin, so'zni ham qancha qayerdan o'rgansak bo'ladi? O'zingiz kitob nimadirlar topib, qancha kitoblar bor, o'rgansangiz bo'ladi. Internetdan video darsga nimadirlar izlab o'rgansangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam, конечно, kimdir o'rgatsa, masalan, men desam, конечно, o'qituvchilar bor o'rgatadigan yorabun. Endi men o'zim shaxsan hozir ham kimnidir ayta olmayman, no. O'zingiz o'qituvchingizdan ham so'rab ko'rsangiz bo'ladi. Sonsining biz qancha o'tmaymizmi? Yoki qayerdan o'rgansam bo'ladi. Izlanish kerak bo'ladi. Okey. Programmalar bor. Hozirgi zamonda topik, koreys tili, qancha hamma narsaga o'zi programmalar bor. Faqat siz nima qilishingiz kerak? Topqir bo'lishingiz kerak. Eslab qoling, til o'rganyapsizmi? Nima qilsangiz ham hech kim sizga hech nimani tayyor qilib bermaydi. Hech kim. Hammasiga o'zingiz izlanishingiz kerak bo'ladi. Endi esa yorabun darsning eng qiziq qismi kelyapti. Mana bu so'zlarga qaraymiz. 출구, 출국, 수출. Chap tarafdagi so'zlar 입구, sorry, texnik xatolik. 입구, 입국 va suib degan so'zlar. Yorabun nima? Bu yerda уже sizga tanish bo'lgan so'zlar bor. 출구 bizda nima degani yorabun? Kim bilsa, kirdi chiqdi, kirdi chiqdi. Bunaqa tarjima birinchi aytib ko'ryapman, kirdi chiqdi. Zo'r ekan, haqiqiy o'zbekcha tarjima. Chulgu degani yorabun mana bugu darcha, teshik degan ma'noni bildiradi.
tirqish desak ham bo'ladi, teshik tirqish desak ham bo'ladi. Chulgu bu chiqish joyi degani yorabun. Kıtso. Ipku nima degani? Kirish joyi degani. Va yorabun bu yerda malla bilan belgilanganlarning hammasi nima? Конечно, hancha. Kıtso. Chulguk bu davlat hududidan chiqib ketish, ipkuk esa davlat hududiga kirib ketish. Yorabun, chul degani chiqish, ip degani kirish. Kıtso. Guk degani davlati, shuning uchun ham chulguk bo'lsa, davlat hududidan chiqib ketish degani. Ipkuk bo'ladigan bo'lsa, davlat hududiga kirib ketish. Bizda ko'ryapsiz, bitta so'zni biz 3 ta so'z bilan ifodalaymiz. Davlat hududidan chiqib ketish даже 4 ekan. Koreyslar nima bilan ifodalayapti? Ikkita bo'g'inlik bitta so'z bilan. Va oxirgisi sudchul. Ya'ni bu sudchul degani bu eksport, ya'ni davlatdan tashqariga nimadirlarni sotish, qanaqadir tovarlarni. So'yib esa bu import, ip kirish dedik hozirgi, ya'ni davlatning ichiga nimadirlarni olib kirish. O, bilganlar ham bor ekan, eksport deb yozyapti. Juda ham yaxshi yorabun, yo'qshi, nomi jo'ya. Endi mana shunga o'xshash yorabun nimalarni hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Bir-biriga ma'nosi antonim bo'lgan, ya'ni ma'nosi teskari bo'lgan qanchalar bor. O'shanaqa yodlasak ham osonroq esingizda qoladi. Shuning uchun ham o'shanday ko'rib chiqamiz va yorabun eshitayotganingizda darsni обязательно so'zlarni sirasi yozib olishga yoki iloji boricha ko'proq so'zni eslab qolishga harakat qiling, chunki darsdan keyin bizada oxirida nima bo'ladi? Test bo'ladi. Okey. Demak, birinchi bu xanchamiz yorabun siz bilan birinchi o'rgatganmiz. Mana shu chul degan xancha. Ya'ni mana shu bo'g'in yorabun nima ma'noni beradi? Desin. Nadarani desayo. Tishiyeyo. Nada, nagada, nauda shaklida ko'proq ishlatiladi. Bu yorabun chiqmoq degani. Boya keldik, shu chiqish, chiqmoq degan ma'nodagi qancha hisoblanadi. Va любой so'zning tarkibida kelsa mana shu so'z u yerda chiqish ma'nosi bo'ladi, yo'q shu so'zda kitso. Keling ko'rib chiqamiz. Misol gaplarni ko'ramiz. Yorabun o'zlaringizga o'qitaymi yoki o'zim o'qib beray? Otto'pga hakkayo. Keling bir kishini tanlab o'qitaman, чтобы prям darsdek bo'lsin, chunki shunchaki eshitib ketishingizni xohlamayman. Okey, bu safar o'zim tanlamoqchiman, maylimi? So'zing shikeka. Menda oxirida turgan kishi bor ekan, Ruxshona Samadova. Ruxshona, shi gaplarni tez-tez bizga o'qib bering, chiroyli qilib to'rttalasini ham. Faqat bittasini o'qiysiz, to'xtaysiz, xo'p? Keyin men chunki tarjima qilaman. 안녕하세요, 선생님. Annyeonghaseyo. O'qing. 읽으세요. 출국 가기 전에 치킨을 해야 한다. 좋아요. 여러분, hamma 다른 나라에 가봤어요. 그쵸? 공항에서 비행기도 다 받고, 그쵸? 하면, boshqa davlatga borib ko'rgani. 출국하기 전에 nima deyapti? Davlat hududidan chiqib ketishdan avval nima qilish kerak? Check-in'을 해야 해요. Check-in qilishimiz kerak. Kıça check-in hamma qiladi. Samolyotga chiqishdan oldin buni bilsangiz kerak. Tamam, keyingisini ham o'qing. 매일 아침 9시 출근하고 있다. 좋아요. 여러분, 출 degan bo'g'in chiqish dediga, kun degani ish, ishga chiqish, ishga borish, ishni boshlash shunaqa ma'noni beradi. 매일 아침 9시에 출근하고 있다. Har kuni ertalab soat 9da ishga chiqaman. Ko'pchilik 일하러 가요, 일에 가요, 직장을 가요 deb aytadi. Unaqa unchalik to'g'ri emas. Odatda 출근하다 desangiz bu tabiiyroq chiqadi. Kıça? 다음 3번 읽으세요. 수출이 작년보다 2배나 늘어났다. 좋아요. 수출은 뭐에 나면 되죠, 여러분? eksport dedik, 그쵸? eksport 작년보다 어떻게 한 yilga qaraganda 2배나 mana bu b degani barobar degani 2 barobar nima qildi? Oshdi deyapti-ya. O'sdi, oshdi. 4-inchisi 4번 읽으세요. 영화가 끝나자 사람들은 우리는 출구 쪽으로 우르르 출구 쪽으로 출구 쪽으로 향했다. 좋아요. 영화가 끝나자마자 degani 여러분, 그쵸? Kino tugashi bilanoq saramdirin, odamlar urur degani 여러분 anaqa bostirib, yopirilib deymiz-ku, shunaqa ma'noda, ya'ni hamma birdaniga bo'lsa. Ururi oddiy chug'uro, chiqish tomoniga nima qildi? Yo'naldi, ya'ni shu yoqqa ketdi, yo'naldi degan ma'noda. Ko'ryapsiz-a, 여러분, hammasi nima? 출근, suchul, 출구 degan so'zlar kelyapti. Bular hammasi nima ekan? Chiqish ma'nosida ishlatilyapti. Tam 여러분, ip degani chul degan xanchaning yorabun anaqasi hisoblanadi, antonim hisoblanadi, chunki уже nimani bildiradi? Kirish degan ma'noni, tilda kirmoq, kirish degan ma'noni bildiradi. Demak, qanaqa bu yerdagi misol gaplarni ham yorabun birgalikda o'qiymiz. Bu safar 남학생 중에 한 명을 선생님이 지목할게요. 서흡 나자시 읽으세요.
Agar mikrofoningizni qo'sha olsangiz o'qirsiz, ilg'asayon. 외국인 노동자들에게 입국을 허락했다. 좋아요. 외국인 노동자. 여러분 외국인 chet ellik 노동자 degani bu mehnat muhojiri ishchilar desak ham bo'ladi, kutcho? Demak, chet ellik ishchilarga ipkuk. Ip nima? Kirish. Kuk nima edi yarabbim? Davlat degan ma'nodagi hancha bu ham, kutcho? Ya'ni davlat hududiga kirishni xo'rak qada ruxsat berishdi deyapti, ya. Demak, chet ellik ishchilarga davlat hududiga kirishni ruxsat berishdi degan ma'noda bo'lyapti. Ta'am, keyingisini ham o'qing. 여기에서 마을 입국까지는 상당한 거리다. 아하, 상당한 거리다. 좋아요. 여기에서 마을 입구까지 입구 boya уже chiqdi yapsa 여러분 ip kirish ku joyi, kirish joyi. Maal 입구 degani bu mahalla yoki qishloq desak ham bo'ladi. Mahallaning kirish joyigacha bu yerdan qancha ekan? 상당한 거리다. 거리 degani bu distansiya, yo'l. 상당한 거리 degani anchagina degan ma'noda. Kechuk kam emas, ko'p, anchagina degan ma'noda. Davom ilg'asayo. 수입 농산물의 안전성을 검사하다. 아하, 좋아요. 수입 농산물. 여러분, 농산 degani bu dala ishlari degani, kutcho? 농산물 bo'ladigan bo'lsa, bu dehqonchilik mahsulotlari bo'ladi. Dehqonchilik mahsulotlaridan. Suib degani bu boya aytdik, import. Import qilinadigan dehqonchilik mahsulotlarini anjonsong degani bu yorabun xavfsizligini qo'msada tekshirish degani tekshirmoq bo'lyapti. Demak, sabon ilg'asayo. 입학 시험이 끝나고 마음이 풀렸다. 풀렸다. 좋아요. 아하. 입학 시험. 여러분, 입 degani kirish, 학은 학교죠. Odatda bironta o'qish muassasasiga o'qishga kirsangiz 입학 bo'ladi, kutcho? 입학 시험 deymiz, kirish imtihonlari tugab, maami 풀렸어요. Maami pullida nima degani? Ko'nglim yechildi. Bu degani yarabbim nima bo'ldi? Ko'nglim ozgina tinchlandi, bemalol bo'ldim, shunaqa ma'noda bo'ladi. 그죠? 마음의 여유를 다시 가졌어요. 이런 의미죠. çünkü 보통 여러분 시험을 앞두고 있으면 엄청 긴장되잖아요. 그렇죠? 시험이 잘 끝날 때까지. 어떻게 kunchi bizada nima bo'ladi? Ozgina hayajon bo'ladi, kutcho? Hayajon, qo'rquv, har xil hislar bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha narsa o'tib ketsa nima bo'ladi? Sirazu tushadi, ya. Bu narsa shunaqa hislar ketadi, bemalol bo'lasiz. O'sha narsani maami 풀리다라고 할 수 있어요. 오케이, 좋아요. judayam yaxshi. 잘 읽었어요, Soxnazar 씨. 다음. keyingisi. Endi 여러분, mana bu so'zlarni qaraymiz. 대도시, 소도시, 대가족, 소가족, 대량, 소량. 여러분, mana shu so'zlarning tarjimasini qaysini bilsangiz sirazu yuborsangiz bo'ladi. Sirazu yuborsangiz bo'ladi. Уже boshladik, cho'ayo. Katta kichik. Aha, katta shahar, cho'ayo, katta shahar degan birinchisi katta shahar. Majayo yorabun. Yaxshi, yana ichki shahar. Ichki shahar, tekajok bobo buvilar ichiga oladigan oila. Okey. Katta oila, okey. Yana bormi? Teyrang, so'rang, so'qajoq, so'doshi, katta oila. Ko'pchilik aha, tedoshi bilan tekajokni bilar ekan. Judayam yaxshi yorabun. Okey. Katta miqdor. Nomu joyida. Teyrang. Rang degani yorabun qaysi so'zdan? Rang bir xil so'z. Bu miqdor degani, kutcho? Teyrang bo'lsa katta miqdorda, katta hajmda deymiz, kutcho? Nomu joyi. Judayam yaxshi yorabun. Endi kichik oila, kichik shahar. Mazayo. Yorabun. Mana bu yerdagi te bu katta ma'nosida tedoshi, chunki katta shahar degani jo'ayo. Hali ham javoblar kelyapti. Aksariyati to'g'ri. Молодцы, yorabun. Sodoshi degani esa bu уже kichkina, kichik shahar. bizada yorabun 큰 도시가 있고요. 큰 도시를 한국어로 대도시라고 하고, 그리고 작은 도시가 있어 작은 도시를 소도시라고 해요. 대가족 bo'lsa katta oila, so'qajoq bo'lsa kichkina oila. Teyrang bo'lsa katta miqdorda, so'rang bo'ladigan bo'lsa bu kichkina miqdorda. Va yorabun уже bildingizlar, kutcho? Bu yerda nima kelyapti bizada? Hanchaga o'tanayo. Hancha kelyapti, kutcho? Qaysi hancha? Te va so. Va bular ham yorabun nima bizada? Конечно, antonim hanchalar hisoblanadi. Te katta, te katta shakl.
Taehyung degani katta shakl, katta hajm. Rangda именно miqdor nazarda tutadi. Qanchaligi, unda qanchalik kattaligi. Mana shunaqa ma'no qildi. 좋아요. u hamda o'sha ham lekin qancha hisoblanadi. Agar bu qanchami deb so'ragan bo'lsangiz, 너무 좋은 질문이에요. juda ham yaxshi savol. Okey, te degani 여러분, te라는 한자는 크다라는 뜻을 갖고 있어요. ya'ni katta ma'nosida ishlatiladigan qancha hisoblanadi. Keling, buni ham misol gaplarini ko'rib chiqamiz. 이번에는 bu safar bizga keling o'rtadan olaman. Dildoraxon Ismoilova bo'lib turibdilar. Anaqasi zumi. Ilga Sayo, agar mikrofoningiz qo'sha olsangiz, o'qirsiz, iltimos. Bizga mana shu misol gaplarni tezgina o'qib bering. Dildoraxon Ismoilova. O'qiy olmayman. Okey. Unda keyingi odamga o'tamiz. Prям yoningizdagi Mavis deb yozilgan. Mavis deb yozilgan. Kimligingiz bilmayman. Ismingiz yozilmagan. Aha. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 읽으세요. 네, 서울과 같은 대도시에는 고층 빌딩을 가득 차 있다. 아하, 서울과 같은 대도시. 여러분, 대도시 katta shaharlarimiz nima deymiz o'zi? Megapolis deyiladi, kutchi? Katta shaharlarni odatda megapolis deymiz. Seulga o'xshash megapolislarda, katta shaharlarda ko'ching, baland etajli, kutchi? Baland binolar deyapti. Building degani yorubun ingliz tilidagi building so'zi, ya'ni koreys tilida konmoy so'ziga sinonimi, lekin inglizcha so'z ham ko'p ishlatilyapti hozir. Demak, baland, ko'p etajlik, baland binolar, qadiq, liq, chayitda to'la degani, ya'ni judayam ko'p, to'la degan ma'noda. Tam. keyingisini ham o'qing. 우- 우리는 4대가 모여 사는 대가족이다. 좋아요. 우리는 4대가 모여 사는. 여러분, 모여 살다 degani birga yashash degani, 그쵸? 대가족이다. 4대 degandagi mana bu de bizga tanish. Kamron aytadi hozir menga. De nima degan? De nima degani edi? 4대가 모여서 사는 대가족이다. bilmayman deng. Ikkicha. Okey. Bizada unda men bilaman hozir yana kim bilishini bu so'zni. 잠깐만요. muqaddashi nima edi de degani? Okey. 4 kishimi? Yo'q. Yeni 4 kishi esladim. emas. Nima ekan? Anaqa edi, 3 avlod. 맞아요. avlod degani, 여러분 예를 들면 부모님이 한 세대, 자식들, farzandlari 한 세대, 그리고 yana bitta nima bo'lishi mumkin? 할머니, 할아버지가 한 세대죠. bu yerda 4세대 deyapti, 그쵸? ya'ni nevaralarigacha ham bo'lishi mumkin, 그쵸? ya'ni 요즘은 그런 가족은 별로 없죠. bunaqa katta oilalar odatda yo'q. Biza nima deyapti? 3 avlod, 4 avlod birga yashaydigan, 그쵸? 4대가 모여 사는 대가족이다. keyingisini ham o'qiymiz. 다음. 학생 대부분이 모험에 참석하였다. 아하, 대부분. 부분 bizada nima degani? 여러분, qism degani, 그쵸? 대부분 bo'lsa bu katta qismi, aksariyat qismi degani, 그쵸? 학생 대부분이, ya'ni o'quvchilarning aksariyat qismi mo'yime, anaqa yig'imga nima qildi? Chamsoq hayotda qatnashdi. Mo'yim degani yorubun hey so'ziga o'xshaydi, faqat hey rasmiy uchrashuv, yig'ilish bo'ladigan bo'lsa, mo'yim degani norasmiy, masalan, 친구들끼리 모여요, 가족끼리 모여요. o'sha narsani mo'yim desak bo'ladi. 마지막 4번. 상품을 대량으로 생산하고 있다. 좋아요. 상품 degani tovar mahsulotda, mahsulot 대량으로 katta hajmda, katta miqdorda, aniqrog'i 생산하고 있다. 생산 degani bu ishlab chiqarish. Bu ham, kстати, qancha. Demak, bu biron bir mahsulotni 대량으로 katta miqdorda ishlab chiqarilmoqda degani bo'ladi. Bilmas boylardan ham so'rang. Okey, so'rayman. Yorobun o'zi odatda iloj boricha koreyscha daralashtirib nimadir qiyinroq gapirsam bo'ladi-yu, no, anaqa sizlarni bilim darajangiz qanchalikligini endi hammada har xil, shuning uchun iloj boricha hamma so'zlarni tarjima qilishga harakat qilyapman. Odatda unaqa qilmaymiz. Okey, keyingisi yorobun so. So degan qancha? Nima degani? 뜻은 작다예요. ya'ni ma'nosi kichkina. Va siz yorobun, siz o'ylamaydigan darajada juda ko'p so'zlarda mana shu qanchalarni uchratasiz. Даже hozirgacha o'rgangan so'zlaringizda ham. Masalan, keling buni ham misol gaplarni o'qiymiz. Boya kimdir qo'l ko'targanida, lekin men o'qing demadim. Kim yorubun qo'l ko'tardi boya? Kimdir Chiyu. bundan oldingisida o'qing deganimda qo'l ko'targan edi. 누가 손 들었어요? 아까 kimdir bizda boya mana shu misol, bundan oldingisini misol gaplarni o'qiyman deb 손 들었어요. Yo'qmi? Okey, kim o'qiydi yorobun? Bir kishi.
오케이. 좋아요. 지우 deb yozilgan. O'qing, ilg'iseyo. Boyam siz ko'targaningiz adashmasam. Ilg'iseyo. 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요. 정부는 몇몇 대도시를 만들 계획을 발표했다. 좋아요. 정부 nima degani, 여러분? 정부 degani bu hokimiyat, davlat degan bo'ladi, kutso? Davlat 몇몇 degani bir nechta sodo shiri, kichkina shaharlarni tedoshiro deyapti, katta shaharga mandir kerak을 발표했다. O'zgartirish, kerak nima degani? Rejasini 발표하다 bu taqdim qilmoqqa, taqdim qildi, taqdimot qildi. 다음 2번 읽으세요. 우리 집은 어머니와 나로 이뤄진 소가족이다. 좋아요. Demak, bizning uyimizda, bu yerda chip so'zi yoribin, конечно, uy deyish mumkin, lekin oila desak tabiiyroq chiqadi. Bizning oilamiz qanaqa ekan? Omoni va naro. Onam va mendan iroj etadigan tashkil topgan degan ma'noda. Onam va mendan tashkil topgan kichik oila deyapti. 3번. 이 제품은 소량만 소량만. 아하. 생산되어 리미티드 에디션으로 판매된다. 판매된다. o'zi mana bu 여러분 koreyscha varianti 한정판 bo'ladi deyapti. 한정 판매 deydi, 한정판 deyiladi. No, bu so'zni bilmasangiz kerak deb sonsangiz men pessoya. Aten inglizchasini aytib qo'yim, inglizchasini chunki odatda ko'pchilik biladi. Limited edition deydi-yu. 이 제품은 bu tovar 소량만, ya'ni judayam kam miqdorda, kichkina miqdorda 생산되어서 degani, ya'ni ishlab chiqarilgan, shuning uchun ham nima? Limited edition, ya'ni cheklangan sotuv desak menimcha bo'ladi, kutso? cheklangan sotuvda yoki cheklangan nusxada nima qilinadi? 판매된다, sotuvda. 다음 4번. 청소년은 미래의 주인공들이다. 좋아요. 여러분, 청년 degan so'z bor, bu yoshlar degani, kutso? Ya'ni odatda balog'at yoshiga yetgan yoshlar, masalan 18 dan tepani shunaqa desak bo'ladi, lekin mana shuni o'rtasiga mana shu kichkina degan so degan bo'g'in kirsa, bu yorobin nima degani? Bu o'smirlar, adult deymiz-ku. O'smirlar bu yerga o'sha o'smirlar va yosh bolalar. Ya'ni odatda maktab yoshdagilarni biz 청소년 deb aytamiz, kutso? Demak, yosh bolalar va o'smirlar 미래의 주인공들이다 deyapti. Ya'ni kelajakning 주인공 degani asosiy qahramoni, kelajakning asosiy qahramonlari. Okey, ta'mir bo'lgan yaraban. Keyingi hanchalarimizni ko'ramiz. 내부, 외부, 국내, 국외. Mana buni 국내 deb o'qiymiz. 시내 va 시외. Mana shu 3ta so'z yaraban. Qaysilarini tarjimasini bilsangiz, tezda chatga yozib yuborsangiz bo'ladi. 대부분 bu katta qism, 대량 degani katta miqdor. Okey. Yorobin, qanchaga oid savollaringizni oxirida bitta bering, xo'p? Hozir anaqani darsni tezroq tugatishimiz uchun asosiy qismini oxirida ularni bersangiz bo'ladi. Okey, ichki tashqari, jo'ayo. Tashqi qism, ichki qism. Nomi jo'ada. Nebu degani ichki qism, vebu degani tashqi qism. Tomon desak ham bo'ladi. Ichki tomon, tashqi tomon. Okey, davlat ichi, majoyo yorobin. 국내 degani davlat ichi bo'ladi. Okey, yana bormi yorobin bilgan so'zlarimiz? Kuge, shive, shine bular nima degan? Shine so'zini menimcha hammangiz bilsangiz kerak, shive so'zini ham. Shine, okey, shahar ichi, shive countryside, shahar tashqarisi deymiz odatda, kutso? Cho'ayo, davlat tashqarisi, nomi cho'ayo. Yorobin, juda ham yaxshi, uje topdingiz, kutso? Kimda yana qanaqadir o'ygan fikrlar bo'lsa, bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Keyingi paramiz, ya'ni keyingi bir-biriga ma'nosi qarama-qarshi bo'lgan hanchalarimiz bu ne va ve hanchalari. Ne degani yorobin ichkari degan ma'no, ve degani tashqari degan ma'noda ishlatiladigan hanchalar hisoblanadi. Ana shularga oid so'zlarni ko'rib chiqamiz. Demak, ne an ichi degani, qattiq paroye buni ilgirga birdaniga misol gaplarni o'qiymiz. Yorobin, kim o'qimoqchi? Ikki shipin saram istoyo. Okey, yorobin, o'qiganlar yoki javob berganlar iloji boricha menimcha yangiroq o'qimaganlarga ham imkon beraylik, keyin yana bir aylanib kelsak, quruq bo'lib, keyin menimcha aytsak bo'ladi. Okey, Ruxshona 씨 o'qing, 읽으세요. 네, 선생님. 박물관 내부에서는 사진 촬영에 금지되어 있다. 박물관 내부에서는, 여러분, 박물관 내부는 nima degani? Demak, muzeyning ichki qismida, ichki tomonida. Muzeyning ichki qismida, ya'ni ichida sa진 촬영, rasm syomkasi, ya'ni rasmga olish
금지되어 있다. taqiqlangan degani. Ruxshana 씨 2번 읽으세요. 아, 코로나 이후 국내 여행을 즐기는 사람들이 많아졌다. 아하, 좋아요. 코로나 이후로 국내 여행을, 그쵸? 여러분, 국내 여행이면 되게 하나? 국내, davlat içi degani, 그쵸? Yani, koronadan keyin deyapti, davlat ichida ichki sayohat desak ham bo'ladi, 그쵸? Davlat ichidagi, ya'ni ichki sayohatni chirkini, zavqlanadigan, bahra oladigan odamlar ko'paydi deb. 왜냐면 여러분 코로나 davrida nima bo'ladi? Ko'proq chiqolmaysiz, 그쵸? 해외 나갈 수는 없잖아요. 나갈 기회가 별로 없어요. shuning uchun ham odatda 국내 여행을 사람들이 많이 했어요. O'zbekiston saramlarida ma찬가지예요. ya'ni o'zbeklar ham xuddi shunday, bizda ham именно o'sha momentda ichki turizm menimcha ancha rivojlandi. 3번 읽어볼까요? 주말마다 친구들과 시내에 나가서 쇼핑을 즐긴다. 좋아요. demak, har dam olish kunlarida 친구들과 do'stlarim bilan shine. 여러분 mana shu shi qaysi so'zdan? Do'shi so'zdan kelgani, 그쵸? Bu nima degani? Shahar. Demak, shahar markaziga, shahar ichiga borib, 나가서 debdi, shopping을 즐긴다. ya'ni shoppingdan zavqlanamiz degan ma'noda. 다음 4번도 읽으세요. 그는 산에 회의를 마친 후 바로 외근을 나갔다. 좋아요. 그는 산의 회의를 여러분 여기서 산의 회의에 대합되면 demek bu nima? Rasmiy uchrashuv, ya'ni majlis bo'ladi, 그쵸? Sana degani 여러분 회사 내 degani, ya'ni kompaniyaning ichida, korxonaning ichida degani. 여러분 kompaniya, korxona degani, na ishxona degan bo'ladi, ne esa ichi bo'ladi. Bu yerdagi sa 회사 so'zidan kelgan, 그쵸? demak, 그는 deb odatda 여러분 남자를 가리키죠. ya'ni o'g'il bolalarga, erkak kishilarga ko'rsatib deb aytmoqchi bo'lsak, koreyslar 그는 deymiz. 그는 사내 회의를 마친 후, ya'ni kompaniyaning ichki majlisini tugatgandan so'ng, 마치다 tugatgandan so'ng 바로 birdaniga 외근을 나갔다. bu yerda ham 여러분 왜 degan bo'g'in yana kelyapti. 왜 degani tashqari, kin degani kunmu, ish degani. 여러분 odatda ofisdan, o'zi odatda ko'p ishimiz ofisning ichida bo'ladi, ish joyimiz bo'ladi bizda. Ana shu ish joyingizdan tashqarida, kompaniyangizdan, ofisingizdan tashqarida biron joyga ishga chiqasiz. Ana shu narsani biz koreyslar vegan deb aytamiz. Okey, 좋아요. 다음 여러분, keling keyingisini ko'ramiz. 왜 degan qancha. Bu 여러분 nima dedik boya? Tashqari dedik, 그쵸? Pak. o'shanaqa 뜻을 갖고 있어요. buni ham misol gaplarini o'qiymiz. 이번에는 한번 남학생들 중에 한번 읽어볼까요? 자수르백 씨, 한번 읽어보시겠어요? o'qiysizmi? 읽으세요. agar gapira olsangiz, imkoningiz bo'lsa mikrofon qo'shishingizga. 읽으세요. bilmayman. voy. bilmasangiz qanday o'tirish. bu yoqda yana kamron 씨, okey, kamron 씨 읽으세요. 이 건물은 외부 디자인이 독특해서 눈길을 끈다. 좋아요. 이 건물은 무비너 외부 디자인, tashqi dizayn, tashqi tomoni, tashqi qismining dizayni degan ma'noda, 그쵸? 독특하다. mana bu tiq degani 여러분, bu ham qancha? bu noodatiy, o'zgacha degani, 그쵸? 독특하다 degani o'zgacha, noodatiy, boshqacha, odatiy emas degan ma'noda, 그쵸? o'zgacha, ya'ni tashqi dizayni noodatiy, juda ham o'zgacha bo'lganligi uchun 눈길을 끈다. 끈다 degani bu qilda degani, bu tortish degani, 그쵸? 눈길 degani esa bu ko'z qarash degani. ko'zimizning yo'li, ya'ni ko'z qarashimiz degani, 그쵸? ya'ni oddiy qilib aytsak, e'tiborni tortadi desak bo'ladi. Kamroshi 2번. 북구의 여행자 수가 매년 늘고 있다. 국외, 국내 davlat ichi bo'lsa, kuk nima bo'ladi? 국외 bo'ladigan bo'lsa, davlat tashqarisi. Davlat tashqarisiga, ya'ni chet elga chiqadigan yo'hengja, sayohatchilar, suv degani soni har yili oshib bormoqda. Yil sayin desak ham bo'ladi, 그쵸? 3번. 주말에 시외로 나가 기분 정환을 했다. 좋아요. dam olish kunlarida shive, shahar tashqarisiga chiqib, kibun sonan. Judayam qiziq so'z. Bizni o'zbek tilida odatda kayfiyatimiz unchalik yaxshi bo'lmasa, charchagan bo'lsak nima deymiz? Shamollash uchun biron joyga aylanib kelaylik, havo almashtirib kelaylik deymiz.
lekin koreyscha nimadir ekan? Kibun chonan deb aytadi, ya'ni kayfiyatimizni almashtirib kelish uchun degan ma'noda gap bo'ladi. Bu nima degani? Hozir charchagan yoki xafa kayfiyatingiz bo'lsa, shuni yaxshilash uchun biza havo almashtirish deb aytsak, bular kibun chonan deb o'sha narsani aytadi. Demak, o'zbekcha tarjima qilsak, endi baribir o'shanaqa tarjima qilamiz, ya'ni havo almashtirish uchun dam olish kunlarida Sivero nagassi desak ham bo'ladi, ya'ni shahar tashqarisiga chiqdik. Sabon 주말에 외출을 많이 안 하는 편이다. 좋아요. 주말에 dam olish kunlarida vetul. Vetul degani yoribot boya keldi, tul chiqish ve tashqariga. Vetul nima bo'lar ekan? Tashqariga chiqish. Odatda yoribon 집 밖에 나가는 것, ya'ni uyimizdan tashqariga chiqishni chiroyli so'z bilan aytsak, vetul deb aytamiz. Kutsa. Demak, dam olish kunlarida ko'chaga unaqa ko'p chiqmayman, unaqa ko'p chiqmaydiganlardanman desak bo'ladi. Kutsa. Ta'mir bo'lgan. Endi yorabon mana shu yerda shu paytgacha ko'rib chiqqan qanchalarimizda qanchalik yaxshi eshitdingiz, tekshirish vaqti. Shu paytgacha o'rganganlarimizga asoslanib, quyidagi so'zlarning ma'nosini toping degan yorib ketsa. Ya'ni A, B, C, D mana shu uchtada A, B, C, D variantlarida yorib nimalar kelyapti? Malla rang bilan belgilangan. Shu paytgacha chiqmadi, lekin bu so'zlar chiqmadi, lekin qanchalarini biz o'rgandik. Ketsa orasidagi bitta qanchani. Shuning uchun ham siz mana shu ma'nolardan kelib chiqib, shu o'rganganlarimizdan kelib chiqib, shu so'zlar qanaqa ma'nodaligini topishingiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz to'liq gapni tarjima qiling, xohlasangiz faqat o'sha malla bilan belgilangan gaplarni tarjima qilsangiz bo'ladi. Aha, okey. Birinchi gapni 여러분, 선생님이 읽어줘요. o'qib beraman. 10만 원 내외에 비용이 들었다. ikkinchisi, 2번. 출입문이 어디에 있어요? 이번 일은 개인적으로 대만족이다. 그녀는 어릴 때부터 춤을 좋아하는 소녀였다. mana shu yoribin to'rtta gap. Okey, B chiqish kirish chiqish eshigi. Aha, 맞아요다. 출 chiqish ib kirish 문 eshigi. 출입문이 어디에 있어요? Kirish va chiqish eshigi. Nima uchun unaqa deymiz? Yoribin bilasiz, agarda katta binolar bo'ladigan bo'lsa, katta joylar bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Kirish eshigi alohida, chiqish eshigi alohida bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat joylarda kiradigan va chiqadigan eshik bitta bo'ladi. Ya'ni shu kirish chiqish eshigi deb 출입문 deb aytsak bo'ladi. Okey, A'dagi xarajat debdi. Yo'q, xarajat emas A'dagi. Yoribin tez toping. C bu ishdan shaxsan temanjoq, zavqlanish to'lmoq, o'zi o'sha qilgan ishidan ichi to'ldi degan ma'noda. Okey, yomon emas. Yoribin tezda yozamiz variantlarimizni. Gaplarni to'liq tarjima qilish qiyin bo'lsa, bitta so'zni o'zini tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Neve, 출입문, 대만족 va so'nyo. Neva degani atrofida kirish chiqish eshigi mamnun bo'lishi. Oxirgisini topolmadim. Okey, nomu 좋아요. Juda ham yaxshi. Ilkdan yorabon oxirgisigacha bo'lgan uchtasini ko'rib chiqamiz. O'xshash, chunki почти to'g'ri variantlar berildi. 10만 원 newe. Ne degani ichi va tashqari, plus minus deymiz biz buni yorabon. Ichi va tashqarisida, ya'ni shunga yaqin, shu atrofida degan ma'noda. Bu yerda nima degani yorabon? 10만 원 newe. Ya'ni 100,000 won atrofida, ya'ni shundan yoki sal ko'proq yoki kamroq yoki shu atrofida piyon xarajat ketdi degan. 출입문이 어디 있어요? boya tarjima qildik. Kirish va chiqish eshigi qayerda? Uch esa 이번 일은 개인적으로 대만족이다. Bu safargi ish uchun shaxsan nima debdi? 대만족. Manjoq degani yorabon bu biron nimadan mamnun bo'lmoq, rozi bo'lmoq degani. Demak, 대만족 degani katta, juda o'ta degan ma'noda bo'lyapti. katta edi. 대만족 bo'ladigan bo'lsa, shunchaki 그냥 만족하는 것이 아니라 엄청 만족하는 거죠. 엄청 많이 만족하는 거예요. 그렇죠? ya'ni judayam mamnunman. Вот прям 100% bu safar 100 emas, 200% bu narsadan mamnunman, xursandman degan ma'noda bo'lyapti. Okey. So'nyo, boy or girl. U qiz yoshligidan raqsni yoqtiradigan qiz edi. 맞아요. 여러분, 요 degani bu ham qancha aslida yo'darani tishi. Yo'da ham keladi. Yo bu bir xil qiz bola ayol kishi degani. So'nyo degani 여러분 kichik qiz, qizcha deymiz. Ya'ni u 그녀는 u deb qiz bolani aytamiz. U 어릴 때부터 kichkinagidan 춤을 좋아하는 raqsni yaxshi ko'radigan qizcha edi, qizcha bo'lgan degan ma'noda bo'lyapti. Nomi 잘하셨어요, 여러분. Judayam yaxshi.
Ta'mir bo'yicha. Keling keyingisiga o'tamiz. Tezroq o'tishga harakat qilaman. Keyingisi yoribon. Mana shu so'zlarda qatnashgan o'xshash ma'noli qanchalarni toping yoribon. Hamma so'ziga qarang va hammasida har xil, lekin ma'nosi o'xshash qanchalar bor. 꼭 찾으세요. tez toping. 여러분 찾으세요. Aha, chatga yozib yuborsangiz bo'ladi. Уже bor. Okey. 남녀 talabada. 남녀 o'g'il bola, qiz bola degan. 지우 씨 질문이 많으신데 적어 넣으세요. обязательно yozib qo'yingdagini hozir 끝나고 꼭 해주세요. 여러분 hamma savollarni berib tursangiz bo'ladi. 여러분 tarjimasi emas, anaqasini bersangiz bo'ladi. Chet ellik xodim. Okey. 여러분 tarjimasi emas, qanchani o'zini ayting. Mana shu so'zlarda, okey, men sizga bittasini tushuntiraman. 외국 in bo'ladigan bo'lsa, yorba mana bu in nima degani? Odam ma'nosida. Endi yana shunaqa ma'nodagi qanchalar bu yoqda bor. Siz shuni topishingiz kerak bo'ladi so'zlarning ichidan. 환자, 대학생, 사업가, 회사원, 변호사, 관광객. Mana shu so'zlarning ichida qaysi so'zlarda именно mana shu in qanchasiga o'xshash qancha bor. Har xil, lekin ma'nosi o'xshash yorabon. O'zi boshqa qancha, lekin ma'nosi o'xshash. In 자 어다 맞아요, 여러분. mana bu 환자 so'zidagi 환자 bemori 이 자는 여러분 이것도 사람이라는 뜻이에요. yani odam degan ma'noda 너무 좋아요. yana okey. yana bormi? 사업가, 회사원, 인사원 너무 좋아요. da 여러분 mana bu von ham sa ham, kıço 변호사 so'zidagi advokat. Bizda yana so'zlar bor. O'ysa bor, shifokor, u ham saga tugaydi. Chunki sa degani yorun bu ham odam ma'nosida. Von kompaniya xodimi bo'ladi. Kıço 은행 von bank xodimi bo'lsa ham, u ham odamni bildiradi. von 이에요. 객 너무 좋아요. 외국인 대학생 객. 생 맞아요. 너무 좋아요, 여러분. yaxshi. Aslida 여러분 ta hammasi odam ma'nosidagi qanchalar edi va aslida bundan ham ko'proq, lekin men sizlarga eng asosiy va eng ko'p uchraydiganlarni olib keldim. 외국인, 한자, 대학생, 사업가, 인자, 생가, 원, 사객. Bu qanchalar, ya'ni mana shu bo'g'inlar yorabon koreys tilida nimani bildirar ekan? Asosan odam ma'nosida keladi. Ya'ni insonni, ba'zida kasbini bildirishi mumkin. No, umumiy qaraganda inson, odam, qaysidir insonni, odamni gapirganimizda o'shani oxirida keladi va bundan oldin nimadir qism keladi, qanaqadir odam. Masalan, mana bu yerda savob biznes bo'lsa, ya'ni biznesda o'zbekchasi ismi kelmay qoldi. Savobga bo'lsa bu biznesmen, ya'ni biznes qiladigan odam bo'ladi. Kıço. Cho'simnida. Endi esa yorabon eng asosiy so'zlarni har bir qanchaga keladiganini ko'rib chiqamiz. Birinchisi yorabon in degan qancha. Bu yorabon juda ko'p ishlatiladi va odam degan ma'nosidagini menimcha hammangiz bilgan bo'lsangiz kerak. 한국인, koreys, 직장인, 직장 nima? Ish joyi, ishchi xodimlarni shunaqa deymiz. 연예인 degani mashhur odamlar, yulduzlar, kıço. Keyingisi noin. Mana bu no degan yorabon qarilik degan ma'noda, noin bo'ladigan bo'lsa, bu demak qariyalar. Kunin degani kun yorabon hamma armiya bilan bog'liq, kıço. Kunin bo'ladigan bo'lsa, bu soldat. Chuyin bo'ladigan bo'lsa, ups, kim bu ishni qildi? Buni yosh bolasi bilan ishlatganlar. Iltimos ehtiyot bo'linglar. Chuyin so'zida yorib ozgina shunda xatolik kelib tekshirsam bar xatolari bor ekan. Chuyin degan so'z bu chuyin egasi degani. Biror masalan chip chuyin uy egasi, biror bir kabang chuyin, handphone chuyin deyishimiz mumkin. Ko'ryapsiz-a? Demak, in nima ma'nosiga kelgan? Qanaqadir odam. 그쵸? 좋아요. 다음 여러분, keling keyingisini ko'ramiz. Keyingimiz yorabon ja degan qancha hisoblanadi va 좋아요. Ja degan 장애인 degan so'zni ham kimdir yozdi. Juda ham yaxshida nogiron odamlarni koreyslar 장애인 deb aytamiz. 너무 좋아요, 여러분. Tamam, ja degan qancha. Ja ham yorabon odam degan ma'nosida ishlatiladi va eng ko'p keladigan so'zlar mana shu qancha keladigan so'zlar puja. Pu degani yorabon boylik degani. Puja bo'ladigan bo'lsa boy odam. 환자 bo'ladigan bo'lsa bu bemor degani. 기자 bo'ladigan bo'lsa bu jurnalist, korrespondent degani. 소비자 degani esa sobi degani yorabon o'zi iste'mol degani. Любой narsani ko'zimiz bilan ko'rsak, yesak, ichsak, sotib olsak, iste'mol. Sobija esa iste'molchi bo'ladi. Kisul yorabon nima edi bizada? Texnika, texnologiya degani. Texnik bo'lsa biz kisulja deb aytamiz. Gilloja bo'lishi kerak. Mana bu i bo'lishi kerak. Uzr, bu yerda ham ozgina xatolik bor ekan. Yorabon gillo degani bu mehnat degani. Gilloja degani bu ishchi bo'ladi. Ishchi, xodim desak gilloja bo'ladi.
좋아요. 다음을 볼게요. keyingimiz 여러분 sing. Sing deganida o'zi tug'ilmoq ma'nosida ko'pincha aytamiz. Mana shu hanchani, lekin odatda kimdirning kasbini, kachon nima ish qilishiga oid so'zlarni aytmoqchi bo'lsak, kimligini o'shanda ko'pincha ishlatiladi. Teaksing. Bu yorobun nima? Student. Odatda nima yorobun haksa, bakalavr o'quvchisini teaksing deb aytamiz. Keyingisi tehak wonsing. 여러분 대학원생이 뭐예요? kim biladi 대학원생 nimaligini? Tez yozib qoldiramiz. 대학원생이 뭐예요? 대학원생. 대학원생 nima degani? 대학원생. 여러분 tezroq yozvoramiz chatga. 네, 대학원생. nima degani? Graduation. 맞아요, 여러분. 대학원생 degani odatda bakalavr yoki doktorantura PhD talabalari bo'ladi. O'shalarni biz koreys tilida 대학원생 deb aytamiz. Faqat master emas. Bakalavr, magistr va doktorantura PhD bo'lsa. Keyingisi 신입생. Shin yangi ib kirmoqsang. 신입생 yangi kirib kelgan talabani aytamiz. yuhaksang yorobun nima? O'z shahrida emas, boshqa shaharda yoki boshqa davlatda o'qiydigan talabani yuhaksang deymiz. Chorobsang degani chorob bitirish, bitiruvchi talaba bo'ladi. Bobomsang degani esa bu yorobun namunali talaba. Hamma o'rnak oladigan namunali talabani biz shunaqa deb aytamiz. Tam. Ga. Ga degani ham yorobun saram. Odatda odam ma'nosida va ko'pincha kasb, chigobini kasbini aytganimizda ishlatiladi. Chakka degani yozuvchi. Haga degani rasm, yorobun rassom degani, 전문가 degani mutaxassis, saobga degani biznesmen, so'solga degani so'sol yorobun roman degani, so'solga bu yozuvchi, romanist bo'ladi. Yesulga bo'ladigan bo'lsa, ayko'p yoki deydi. Yesul degani bu nima yorobun? San'at. Yesulga degani esa bu san'atchi, san'at sohasida ishlaydigan odamlarni hammasini yesulga deymiz. Umuman любой san'at sohasi bo'lsa ham. 좋아요. 다음을 볼게요. keyingisi won. Won degani ham yorobun odatda nimaga? Ko'pincha odamni bildiradi, lekin bu ham xuddi bundan oldingi ga hanchasiga o'xshab nimani bildiradi? Kasbni, kasbga oid so'zlarda ko'proq keladi. Chigon, xodim degani. Любой joyning ishchisini, xodimini biz chigon deb aytsak bo'ladi. 점원. 여러분 mana bu jom degani nima? Do'kon degan ma'noda keladi. 편의점, 백화점, 서점, 그쵸? Judayam ko'p. 점원 sotuvchi. 회사원, kompaniya xodimi. 공무원. Bu yorobun davlat ishchilarini odatda aytamiz. Davlat ishlarida ishlaydigan ishchilarni 공무원 deb aytadi Koreyada. 은행원. Bu bank xodimi, bankir. 연구원 degani esa 연구 bu tadqiqot, yorobun. 연구원 tadqiqotchi, izlanuvchi, kutcho, tadqiqotchi. Tam. Sa degan bo'g'in ham yorobun, ya'ni hanchaga odatda odamlarga va ko'pincha bu ham nimani? Kasbni ko'pincha bildiradi. Masalan, kisa degani yorobun, kisa degani haydovchi bilasiz, kutcho. 운전 kisa, taksi kisa deb aytamiz, taksi haydovchisi deb, kutcho. 강사 degani yorobun 선생님이에요. 지금 선생님은 강의를 하고 있어요. Men sizlarga dars o'tyapman, men sizlarga ma'ruza o'tyapman. Ana shu ma'ruzani o'tayotgan odam ma'ruzachi, lektor, o'qituvchi degan ma'noda 강사 deydi. 선생님은 강사예요, 지금. 그쵸? 여기서 강사입니다. 요리사 bu oshpaz, 변호사 bu advokat, 회계사 bu buxgalter, ya'ni hege degani buxgalteriya degani hisob kitob. Piyengsa pihengi so'zdan kelyapti, kutcho. Nima degani? Bu uchuvchi, kutcho, uchuvchi degani bo'ladi. Tam yorobun gek. Gek degani ham yorobun odatda nimani bildiradi? Odamni bildiradi va odatda nima qilayotganiga qarab yorobun odamni kimligini bildiradi. Masalan, ko'gek. Klient, mijoz degani nimadir sotib olishga, so'rashga, xizmat olishga borsak. Singek, yo'lovchi degani yorobun, kutcho. Bironta transportga chiqsangiz, minsangiz, biz singek bo'lamiz, yo'lovchi bo'lamiz. 관광 turizm, 관광객 degani turist, ya'ni biron joyni tomosha qilishga, sayohat qilishga borsak, biz 관광객이 돼요. 관람 degani bu tomosha yorobun. 박물관, galereya, muzeylarga borsak 관람하다 deymiz. O'sha yerda biz nima bo'lamiz? Visitor deydi inglizchasiga, ya'ni tashrif buyuruvchi, tomoshabin desak, 관람객 deb odatda aytamiz. Okey, 좋아요. Endi bitta orqaga qaytib olaman. Yorobun, ko'rdingizmi, bizda nimalar keldi? Juda ko'p qanchalik kelyapti, именно odam ma'nosida, lekin bularni 100% bir xil deb bo'lmaydi. Ba'zilari чисто odam degan ma'nosida kelsa, ba'zilarini
kasbi, qilayotgan ishini bildiradigan hanchalar ekan. Kıtço. Cho'zsimnida. Shunisini eslab qolsangiz bo'ldi. No, baribir ham umumiy o'xshash. Endi yoribin keyingisini ko'ramiz. Yoribin, mana shu yerda hozir takrorlanyapti. 그쵸? 수영장, 병원, 편의점, 사무실, 우체국, 박물관, 회사, 관광지, setakso. Hammasi yoribin, men o'sha tayyor sizga hanchalarni bu safar belgilab qo'ydim. Siz mana shu so'zlarda qatnashgan hanchalarni, ya'ni jang, von, jom, shirkuk va boshqalarni ma'nosini topishingiz kerak bo'ladi. Umumiy bitta ma'nosi bor yoribin. Nimani bildiradi bu hanchalar? Buni ham chatga qoldirsangiz bo'ladi. Okey. Bu safar chaqqonsiz. Okey. 좋아요. молодцы, 여러분. 맞아요. joy. hamma o'sha yozyapti. 역시 너무 똑똑하세요, 여러분. joy ma'nosida kelyapti, 그쵸? Da, bino, joy, xona bo'lishi mumkin. Umumiy bitta, 여러분. Nima? joy, 장소. 그쵸? joy ma'nosida kelyapti. 너무 좋아요. judayam yaxshi, 여러분. 그쵸? 수영장, 그쵸? Bunaqa so'zlarni siz judayam ko'p eshitgansiz. Eslab qoling. Jang bu joy degan ma'noda, k쵸? Von esa odatda bino bo'lsa, jom bo'lsa do'kon ma'nosida ko'pincha keladi. Gukam yorib bino ma'nosida ko'pincha keladi. Nimadir ishni qiladigan bino, shunaqa ma'nosi bor. Sil degani xona, so degani bu ham joy yorib, ji degani bu ham jang bilan sinonim. Sa degani ko'pincha kompaniyaga oid, k쵸? Kompaniya, korxona. Gvan bo'lsa, bu ham yoribun vonga biroz sinonim bo'ladi va nima? Bino degan ma'noni bildiradi. Nomu chuvayo, juda ham yaxshi yoribun. Tamam. Okey. Endi 금 takrorlaymiz. 그쵸? 장학금, 현금, 등록금. bu yoqda 학비, 교통비, 생활비, 비비비 takrorlanyapti. 무료, 유료, 수수료. 의료료료 takrorlanyapti. 그쵸? Mana shu yerda kelgan yoribun 금, 비, 의료. Mana shu hanchalarning ma'nosini kim biladi? 오케이, javoblar уже kelyapti. 역시 너무 빠르세요, 여러분. 오케이. 좋아요. 좋아요. 너무 좋아요. 오케이. judayam chaqqonsizlar. молодцы, 여러분. 너무 좋아요. pul, to'lov degani, 그쵸? 여러분, haqi biron to'lovi deymiz. 너무 좋아요. 여러분, 금 degani odatda bironta summa to'lovni bildiradi, haqqa deymiz, o'shanaqa ma'noda. Pi degani xarajat ma'nosini bildiradi ko'pincha. Ryo degani esa bu to'lov degan ma'noni biladi. Nima bu yorib qaraymiz. 장학금 bo'ladigan bo'lsa bu nima yorib? Stipendiya puli bo'ladi. Stipendiya, 현금 bu naqd pul. 등록금 esa bu kontrakt puli. Ya'ni o'qishda talaba sifatida ro'yxatga o'tsangiz, o'sha kontrakt pulini to'laysiz, 등록금 deymiz. 학비 bu o'qish xarajatlari puli. 교통비 transport xarajatlari. 생활비 bu yashash xarajatlari. mu degani bu ham qancha yorib yo'q degani, ya'ni to'lovi yo'q, bepul degani, k쵸? Yurio to'lovi bor. Yu degani yorib mu degan qanchaning antonim, bu ham qancha. Yu degani bor, yurio bo'ladigan bo'lsa bu nima? To'lovi bor, pullik degani, k쵸? Va 수수료 bu nima degani yorib? 수수료. 수수료가 뭐예요? 수수료가 뭘까요? kim biladi 수수료 degan so'zni? Juda ham ko'p ishlatgansiz kerak. 오케이. 수수료. 여러분 아는 사람 있어요? 수수료 degan so'zni bilamizmi? Okey. Yoribin, keling vaqtni cho'zmay. Susuryo degani odatda biron uchun olinadigan komissionniy to'lov bo'ladi. K쵸? Xizmat haqi desa ham bo'ladi qaysidir ma'noda. K쵸? Da, xizmat haqi komissionniy pul. Masalan, siz uy nima qilishga borsangiz ham to'laysiz. Susuryo kimga to'laysiz? Pudongsanga to'laysiz. Ko'chmas mulk agentligiga. Yoki qanaqadir dokumentni chiqarib olsangiz, o'sha dokumentni chiqarib berishgani uchun dokument qog'ozning pulini to'laysiz. O'sha narsa susuryo bo'ladi. Eslab qolsangiz bo'ladi. Okey, chuvayi. Endi esa yorobon. Sizga bitta qiziq bu yoqda savol bor. Quyidagi so'zlar ichida mavjud bo'lmagan yoki ishlatilmaydigan so'zni topishingiz kerak bo'ladi. Mavjud bo'lmagan yoki ishlatilmaydigan. Okey, topamiz yorobin. Mana shu hozir bu yoqda 12개가 있어요. 12개, 12 ta so'z bor. K쵸? Va har bir anaqada kolonkada bizada ishlatilmaydigan so'zlar bor. Ya'ni men sizga vроде yozib qo'yganman anaqadagi, bu yerda ham qatnashgan qancha, lekin aslida unaqa ishlatilmaydi. U qancha u yerda kelishi mumkin emas, unaqa deyilmaydi. 오케이. 좋아요. 3대 기지 취업 준비생.
Uchdagi D to'g'ri, kstati. Chop chumbisang degan so'z bor. Bu yorobon o'qishni bitirib ishga kirishga tayyorlanayotganlar. Ha, ishga kirmagan, lekin tayyorlanayotganlarni ishlatamiz. 너무 좋아요. muxlis kishi imde gim deb aytibdi. 너무 좋아요. 대집 너무 좋아요. uchdagi B debdi. 야권 너무 좋아요. 야권. 맞아요. 너무 좋아요, 여러분. 나가 디스탑 qo'yasizda bo'lmadim, kutsa. 너무 잘하셨어요. ikkinchisi C. 너무 좋아요. 여러분, judayam yaxshi. Mesligi sразу 공개하겠습니다. 정답ni aytaman. Da. Tejib degan narsa yo'q, 여러분. Просто nima deymiz? 큰 집 deb aytamiz. Unaqa ishlatilmaydi. Imdegim. Imde degani biron joyni, narsani arendaga olish degani, 여러분. 임대금 deyilmaydi odatda, 여러분. Arenda pulini 임대료 deb aytamiz. 임대금 없어요. va yagon. Yagon emas, 여러분, yaksa bo'ladi. Kıtça bu nima? Farmatsevt, ya'ni dorixonachi desak ham bo'ladi. Kıtça to'g'ri variantlarni ham обязательно eslab qoling. Imakka bu, 여러분, nima? Imak musiqa, musiqachi degani. Kıtça sangim degani sovereign puli, 보증금, депозит, ya'ni zalog puli desak ham bo'ladi. Segim esa bu nalog degani soliq. Kıtça qolganlarini bilasiz. Chiyop chumbisang ham boya kimdir yo'q deb aytibdi. 여러분, issoyo bu demak ishga tayyorlanuvchi, hali ishga kirishga tayyorlanayotgan o'quvchini, insonni biz 취업 준비생 deb 한국어로 얘기해요. 너무 좋아요. judayam yaxshi, 여러분. Endi 여러분, 수업 내용은 여기까지고요. darsimizning eng asosiy qismi tugadi. Yanayam asosiysi, yanayam muhimrog'i oldinda turibdi. Nima? Darsni boshidan oxirigacha astoydil eshitdingizmi? Hozir hamma ha deydi, hech kim yo'q demasa kerak, lekin buni tekshirib ko'rishimiz kerak. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Qanaqa, yaraman, qanaqa qilib, chuvayo, juda ham yaxshi. Ishonmay yorba, lekin baribir. Доверяй, но проверяй degandek, ishon lekin tekshir. 정리 testiga ayt겠습니다, 여러분. Bizada hozir shuncha o'rganganlarimiz bo'yicha bizada test bo'ladi va test natijalaringizdan bir kishini eng tez ishlagan va eng to'g'ri ishlagan, eng ko'p to'g'ri topgan o'quvchini biz tanlab olamiz, bir kishini. Okey. E'zozasem qayerga tashlab berasiz? Yorabun Telegramga tashlanadi. Telegramga bizada tashlab beriladi. Telegram qayerga tashlayapmiz? E'zozasem yoki Kesayon bormisiz? Qayerga tashlanyapti test? Telegramgami? Adashmasamda Telegramga, yoribin Telegramga kiringlar, u yoqda testning linki yuboriladi. Ana shu link orqali kirasizligina testni boshlashimiz kerak. Lekin testni hamma birdan boshlasin, chunki bir boshlansa test to'xtamaydi. Hamma birdan ishlashi kerak-da. Hali boshlamang, yoribin. Boshlash tugmasini bosmang. E'zozasem nazorat qiling. Boshlash tugmasini bosmang, yoribin. Tezda kiramiz. Hamma kirib olsin Telegramga tezda. Yoribin. Hamma Telegramga kirib olsin. Bizda test bo'ladi. Test bo'ladi. Tezda kirib olamiz. Hamma Telegramga kirib olsin, kanalimizga. U yoqda test bo'ladi. U yoqda test bo'ladi. Ana shu testni ishlashimiz kerak bo'ladi. Testni ishlashimiz kerak bo'ladi. Yorobin, tezlashamiz. Hamma kirib oldimi? Okey, men boshlash tugmasini tayyorman degan tugma bo'lishi kerak, adashmasam. Yo'da o'sha tayyormanni bosing desam bosasiz. Meni eshitib turibsiz, ko'cham. Yorobin, men 5 gacha sanayman. Ungacha hamma kirib olsin, tayyorman tugmasini bosib, testni ishlasangiz bo'ladi. 1 2 3 4 5. Yorobin, tayyorman tugmasini bosingdagina tezlarni ishlang. Ulgurmaganlarga vaqt bera olmaymiz, uzr. Chunki darsni tezroq tugatishimiz kerak. Уже vaqtim soat 9 dan ham o'tib qo'ydi. Ospakka tugatganimizcha 9:30 bo'lib qo'yadi. Tezda ishlang testlarni. Ungacha men gapirmay turaman.
Yorobun test уже adashmasam boshlandi. Kıtso. Kamerashi boshlandi, ishlayapsizlar уже, to'g'rimi? Yorobun qo'lishni ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Okey. Test boshlangan Yorobun. Kim ulgurmagan bo'lsa, hali ham bo'lsa kiringlar test kanalga tashlangan test linki. Men qanday kirishni bilmayapman. Kanalga kiring. Yorobun kimdir agar mabodo kirolmay qolsa, ulgurmay qolsa, uzr bo'lsa, уже ulgurmaysiz chunki yoki bo'lmasam yarmida bo'lsa ham ishlasangiz bo'ladi. Hech qilsa Yorobun kechikkan bo'lsangiz ham o'zingiz uchun birinchi o'rinda ishlang. Faqat sovrin uchun emas-ku. Yoki qanaqadir sovg'a uchun emas, o'zingiz uchun prosta kechikkan bo'lsangiz ham ishlashga harakat qiling. Tugagandan keyin aytamiz. Qaytadan o'rinim bo'lmaydi. Yorobun test bir martalik. Menimcha уже hamma yechib bo'ldi, to'g'rimi? Yorobun test tugadi ya. Yorobun kim ulgurmagan bo'lsa, tushunmagan bo'lsa, kech qaragan bo'lsa, iloji yo'q. Уже vaqt juda ham chegaralangan, bilasiz, vaqt chegaralangan. Shuning uchun kim ulgursa, shustri bo'lsa, aniq-tiniq eshitib o'tirgan bo'lsa, diqqat bilan sirazi kirib, sirazi yechgan, ulgurmaganlar uzr, 9 ta topdi. Aygu, u yerda adashmasam 20 tadan ziyod test bo'lishi kerak. 9 ta topdim deb yozibsiz. Okey. E'zozasim. Menga anaqalarini jo'nating. No, men qayerdan kirishni bilmayman. O'zimga shaxsiydan jo'nating. Telegramni telefonimda hozir Instagramda primo yoniq turgani uchun u yerdan chiqolmayman. Anaqadan planshetdan kiraman. Menga jo'natib yuboring natijalarni tezda. Уже yechib bo'ldik-ku, to'g'rimi? Menimcha hamma yechib bo'ldi. To'g'rimi, Yorobun? Okey. Testni hamma ishlab bo'ldi adashmasam. E'zozasim. 결과 좀 공유해 주세요. Natijalar bilan tezroq bo'lishing. E'zozasim, men ko'rib olay kimligini. Okey, aha, natijalar keldi. Oo. Aha, nomujoy. Yorobun savollar 24 ta bo'lgan ekan. 24 ta bo'lgan ekan. 21 ta, 20 ta, 20 ta ishlaganlar. Birinchi uchtaligimiz bu. Vaqti ham eng tez, kstati. 1 daqiqa 53 soniya. Jihe yozilgan. Telegramdagi nima edi, niklari, Telegram akkauntning anaqasi shunaqa yozilgan. Ikkinchi o'rinda Taehyung Luna yozilgan, 20 ta ishlaganlar, 1 daqiqa 46 soniyada. Uchinchi o'rinda Yaratganga shukur 77-62 deb yozilgan. 20 daqiqa, 20 ta savolgacha to'g'ri javob bergan, 2 daqiqa 1 soniya. Yorobun ulgurmaganlar yoki kamroq javob berganlar, esdan chiqib ketganlar bir nimalar hech ham anaqa qilmang, nima deydi, kayfiyatingizni tushirmang, chunki dars videosi yozib olinyapti hammasi va nima qilinadi Yorobun bizda bu сохранить qilinadi. Ya'ni saqlab qolinadi va Yorobun sizlarga kanalimizga yuboriladi. Shuning uchun kanaldan любой momentda bu videoni ko'rib olishingiz mumkin. Xatolar bilan o'qishga ulgurmadim. Hech qisi yo'q. 10 sekund kam ekan. Yorobun yodlagan bo'lsangiz 10 sekund ko'p juda ham aslida. Kutcho. O'zi aslida mana men so'z yodlaganlar biladi, bizda so'raymiz. 3 sekunddan ko'p 3 sekunddan emas, 1 sekunddan ko'p anaqa o'ylasam, men sirasi keyingi odamga o'tib ketaman. Yodlamabsiz aslida. Shu darajada tez yodlasangizgina yodlagan hisoblanadi. Shuning uchun 10 sekund bu juda ham ko'p. Okey, juda ham yaxshi Yorobun. Endi bekorga aytmadik. Eng asosiy qism oxirida turibdi Yorobun. Demak, biz uchun quyidagilar Yorobun darsimiz shu yergacha va oxirigacha yetib kelgan nima edi, eng nima deydi, kuchli 30 ta o'quvchini tabriklayman. Вы реально молодцы deydi. Juda ham yaxshi. Demak, biz uchun Yorobun rahmat. Siz tomoningizdan rahmat.
bilaman hozir mendan dars beradilar. So darsimizdan va hamma tashkilotchilardan va sizning rahmatingiz yorobod biz uchun mana shu ikkita narsa bo'ladi. Ya'ni o'z minnatdorchiligingizni bizga quyidagilar orqali ifoda qilsangiz bo'ladi. Birinchisi, dars haqidagi fikr va mulohazalaringiz yorobod. Ya'ni xohlasangiz hozir anaqadan yozib yuborsangiz ham bo'ladi. Nima edi? Chatda prям yozib yuboring dars haqidagi fikringizni. Yorobod eng qizig'i kamchiliklar ham mumkin. Men sizdan faqat yaxshi anaqa kutmayapman. Ya'ni ochiq, как есть deydi-ku, boricha yaxshi tomonlari, kamchiligi bo'lsa, ularni ham ayting, chunki bu dars birinchisi, lekin oxirgisi bo'lmaydi. Bunaqa bepul darslarni kuchim yetganicha, vaqtim yetganicha, ilojim topguncha ko'proq tashkil qilishga harakat qilaman. Harakat qilamiz komandamiz bilan. Shuning uchun agarda sizda qanaqadir takliflaringiz sizga foydali bo'lgan, qiziq bo'lgan tomonlari bo'lsa yoki naborot kamchiliklari, takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, обязательно yozib qoldiring. Okey. Hamma rahmat deyapti. Nomu chuayo yaxshi. Va yorobon judayam xohlardim. Hozir ham bo'lsa ham ijtimoiy tarmoqlarda bizni tag qilib, ya'ni bizni belgilab, darsimiz haqidagi fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Ya'ni bugun mana shu Norasan bilan shunaqa dars bo'ldi, Catering Moon anaqasi bilan deb. Bizani kim bilmasa akademiyamizning nomi Catering Moon Academy. Instagramda mana bu akademiyamizning nomi. Mana bu mening shaxsiy Instagram, o'zim yuritaman. Mana shu ikkalasini tag qilib, iltimos storieslaringizda belgilang. Bu majburiy emas. Voyam aytyapman. Hattoki tag qilmasangiz ham men to'g'ri xafa bo'lmayman. Chunki men sizdan biron nima kutganim uchun bu darsni tashkil qilmaganman. Shuning uchun ham oxirida reklama hech nima yo'q yorib, men kurslarimni tanishtirsam bo'lardi. Chunki bizda qancha darslari ham bor kurslar, lekin men bilan tanishtirmayman, xohlamadim. Bu safar hech qanaqa reklama yoki naqa bo'lishini. Shunchaki вот реально sizga foydali bo'lish bitta maqsadim shu edi. Shuning uchun ham tag qilsangiz juda ham xursand bo'lamiz, minnatdor bo'lamiz. Chunki kelasi safar, bu ham yorobon, kelasi safarda yana kimdir bizani ko'rib, sizda ko'rib, masalan qilsa, keyingi bepul darsimizga qo'shilib foyda olish imkoniyati bor yoki mana shu darsni video zapisini ko'rib foyda olish imkoniyati bor qilsa. Shuning uchun ham tag qilib iloji boricha ko'proq odamga bildirishingizni xohlaymiz. Lekin boya aytganimdek, bu sizni majburiyatingiz yoki naqangiz emas. Tag qilsangiz juda ham xursand bo'lamiz и просто minnatdor bo'lamiz и все. Shuning uchun hammangizga rahmat kelganlarga darsga. Okey. Telegram kanalimizga yorobon обязательно ulanib qo'ying. Mana bu Telegram kanalimizning linki. Mana shuni terib Telegram kanalimizni izlasangiz, u yoqda mana shu darsning video zapisi bo'ladi va bundan tashqari juda ham qiziqarli narsalar qo'yib borilyapti. Testlar, videolar, savollar, topik anaqalar, IPS topikka oid ma'lumotlar juda ham ko'p. Ma'lumot bor, qiziqarli narsalar bor, iboralar, hamma narsa turli xil mavzularda, grammatik anaqalar ham bor, kontentlar ham qo'yib borilyapti Telegram kanalimizga. Shuning uchun ham kanalga ulanib, o'zingizga prosta bepul foyda oling yorobon. Chunki bilaman baribir Telegramda vaqt o'tkazasiz, baribir Instagramda vaqt o'tkazasiz. Shuning uchun o'sha vaqtni qisman bo'lsa ham foydali qiling o'zingiz uchun. Endi yorobon hozir darsda demak faol qatnashgan o'quvchilarni tanlab olamiz. Demak, yorobon bugungi darsimizda yo'lkong, ya'ni yoshimi kungban saram deymiz. Yo'lkong qilgan mobomsang nima edi? Boya chiqdi qanchada? Mobomsang namunaviy o'quvchi qilsa. Ya'ni yorobon bugun yoshimi astoydil o'qigan namunaviy o'quvchi kim bo'ldi deb o'ylaysiz? Eng faol o'quvchi bitta va eng aqlli o'quvchi. Eng aqlli o'quvchini yorobon test natijasidan belgilaymiz. Telegramda Sonjehe deb yozilgan Telegram niki ana shu o'quvchimizga va dars paytida ham hozir real mana shu yerda o'zida juda ham ko'p kommentariy qoldirgan o'quvchilarimiz bor. O'shalarga ham biz demak o'shalardan ham bitta kishini tanlab olamiz. Keling, men o'zim tanlab olaman. Demak, bizada yana okey. Telegramda Sonjehe deb nomi turgan kim yorobon? Ismingizni bitta aytib yuboring iltimos. Mikrofon ishini qo'shib ayting shu yerda bo'lsangiz. Sonjehe birinchi o'rin olgan testdan. Kim oldi birinchi o'rinni? Qiz bola o'quvchiga o'xshayapti ismiga qaraganda. Jiu deb yozilgan siz emasmisiz mabodo? Jiu. Okey, javob bermayapsiz. Mayli yorobon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bizda oz gapiryapti? Men Robiya. Robiya. Sonjehe degani sizmisiz anaqada? Ha, Telegramda. ha, men edim. Okey, молодец.
Молодец, judayam yaxshi, молодец. Siz testdan birinchi o'rindasiz, eng tez va eng ko'p ishlabsiz. Va men darsda eng ko'p faol bo'lib qatnashgan boyagi Jiu degan haqqingga bermoqchiman, chunki anaqada ham nima edi, kommentariy ham juda ham ko'p yozdi и darsda faollik bilan. Lekin hamma faol yoribim, просто bir kishini tanlaganim uchun eng ko'p eslab qolganim o'quvchimni tanladim. Demak, yorabun qanaqa sovg'a bo'ladi? Конечно, men sizlarga qanaqadir bilmadim. Kompyuter, noutbuk, mashina yoki uy sovg'a qila olaman. Buni juda ham yaxshi bilasiz, kutcho. Men ham oddiy o'qituvchiman desam. 농담이고 hazil albatta. Sovg'a yorabun, конечно, nima bo'ladi? Kurslarimizdan sizga skidka sovg'a qila olamiz. Catering Moon Academy kursining любой, siz xohlagan qanaqa kurs bo'lsa, o'sha kursga sizda 10% chegirma bo'ladi. Yoribun, kurs narxiga qarab bu summa har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun men chegirma foizda ko'rsatyapman, summada emas. Guruh darslarni eng oddiy umumiy darslar bo'lsa, yoribun, kamida 8,000 wondan, agar qiyinroq, masalan, topik kurslari bo'lsa, ular bizada qimmat. O'sha topik kurslarga hattoki 30,000 wongacha ham bo'lishi mumkin. Siz qanaqa kursni tanlashingizga qarab. Endi biz bu kursni anaqasini nima qilamiz, chegirma o'qimoqchi emasman sizda deyishingiz mumkin. Yoribun, o'qimoqchi bo'lmasangiz agar, yoningizda kimdir o'qisa, do'stingiz o'qisa, kimdir, singlingiz, farqi yo'q. Boshqa odamga ham mana shu chegirmani siz nima qilishingiz mumkin? O'tkazishingiz ham mumkin bo'ladi. Yoribun, hozir Jiu deb yozilgan o'quvchi bu yerda men Telegram mana darsni o'zida belgilaganim kutcho va bundan tashqari kim testdan birinchi o'rinni olgan o'quvchilar. Ana shu o'quvchilar iltimos anaqadan bizada Telegramdan hozir adminimizga yozasizlar. Faqat ikkalangiz yozing, boshqalar yozmasin. Tomsenim, Adminimizga yozasiz. Ne? kechirasiz, gapingizni bo'ldim, lekin men o'qishimga hojat bo'lmasa kerak, atrofimda ham hech kim yo'q, shuning uchun ikkinchi yoki uchinchi o'rin olganlardan bittasiga beraverasizmi? Okey, nomuchvayo. Sraz aytganingiz uchun rahmat, chunki masalan o'zingiz o'qimasangiz, bekorga ketmasin. Boshqalardan tanlaymiz. Unda просто testdan ikkinchi o'rinda olgan odamni tanlasam yoribun, hech kimning qarshiligi yo'qmi? Menimcha yo'q. Yoribun, agar kimdir Watson singlim rosa ham sizda o'qimoqchi edim, bilmadim, menga ham skidka bering deydigan bo'lsangiz, kimdir atrofimda o'qimoqchi edi shu ukamni, kimdir shunga skidka qilib bering deydigan bo'lsangiz, mayli yozing, darsda qatnashgan bo'lsangiz, uni ham qilib beramiz. Demak, yorabun, mana shu adminni o'zi yozadi, bo'lmasa testdagi anaqalarga. Okey, nomi uchvayo. Darsimiz yorabun shu yergacha. Fikr va mulohazalaringizni okey, chuvayo. Men maylim o'qib olsam. Yorabun, agar juda ham charchagansiz chiqib ketaversangiz ham mayli, yoki kimdir mikrofonni qo'shib gapirmoqchi bo'lsa ham bir kishini eshitishimiz mumkin. Yorabun, bormi bir kishi fikrini aytadigan? Bu yorabun faqat rahmat bo'lishi shart emas, ya'ni ham rahmat, ham ya'ni qanaqadir minus tarafi bo'lsa, minuslarni aytsangiz ham bo'ladi. Bu normal, chunki kelasi darsga biz buni обязательно to'g'rilaymiz, shuning uchun ham kerak. Yorabun, bormi? Dars haqidagi fikrini bildiradiganlar. Yorabun, tezroq. Nimaga yo'q desam? Okey. Ranoshi, okey. Mikrofoningiz qo'shib gapiring. 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요. 너무 보고 싶었어요. 저도 보고 싶어요. 빨리 한국 와요. Tezkor keling ko'rishamiz. Okey. Bugungi dars haqida aytsam, menga juda ham yoqdi. Rahmat kattakon. Har bitta mana PPTlar bilan tushuntirib berishingiz, so'zlar. O'zim 2 barocha yozib oldim o'zimga kerakli narsalarni. Juda ham qiziqarli bo'ldi, zavqli bo'ldi, foydali bo'ldi. Men hammaga tavsiya qilaman. O'zim mana kim so'rasa ham sizni tavsiya qilaman. Hammaga rahmat kattakon mehnatingiz uchun. Hozir so'raganimda ham boya gruppamiz bor edi, 42 tacha odam, o'shanga tashlab yubordim sulkani. Tezroq o'tinglar deb. Rahmat. Sizga kattakon, mana shu sizga yordam berganlarga ham rahmat. Test ishlashda, Sen mubina ishlayapsizlarmi? test tuzishda qatnashganlarga ham kattakon rahmat. Juda ham yoqdi menga. Bunaqa darslar ko'proq bo'lib turishini xohlayman. Nasibda menga energiya bersa, baxtdan bemalolchilik bersa xudo bo'lardi. Nasib. Okey, sizga ham rahmat. Просто hammasi men qilyapti deb o'ylamanglar, bilasizlar yorabun. Mendan ham ko'p ishlaydigan komandam bor-da, ular mendan ham ko'p ish qiladi. Men shunchaki просто yuzim meniki ko'ringani uchun men hammasini qilgandek ko'rishim mumkin. Yo'q, yorabun. Bizda boya aytgan administratorimiz ham, E'zoza degan o'qituvchimiz ham bor. Ular aslida mendan ham ko'proq ishlashgan, shuning uchun ularga ham sizlarning nomingizdan birinchi o'rinda o'zim rahmat aytaman. Yorabun, yana bir kishi bormi, kimdir gapirmoqchi bo'lgan? Men rosa gapiring keldi, sonsin qolib ketdim, shu gapirib yuboring deydiganlar bormi? Bir kishi. Da, mayli.
Ruxshona sizmi? Yo'qman. Yo'q, Shoir. kimdir yana boshqa. Shoira sizmi? Aha, man. Aha. Menga darsni eng yoqqan jihati bu o'zbek tilidan koreys tiliga, koreys tilidan o'zbek tiliga, ya'ni tezroq, chiroyli tarjima qilib berishingiz yoqdi. Chunki o'zim ham til o'qituvchisiman. Ikkita, uchta til bilganim uchun doim chiroyli tarjima qilib berolmayman, o'zbek tiliga chiqarib berolmayman. Ya'ni til o'qituvchilarda shunaqa muammo ko'p bo'ladi deb o'ylayman. Shu jihati menga juda ham yoqdi. Ya'ni srazu, tez aniq tarjima qilib berishingiz. Da, mana shu eng yoqqan jihati. Rahmat. Oldingi- Mendan bu darajaga kelguncha ancha vaqt ketdi. Ha, yo'q. O'zim rus sinfida o'qiganman-da, chunki menga ham aralashib ketadi inglizcha, ruscha so'zlar zo'rg'a. Faqat o'zbek gruppalariga o'tirib o'rgandim-da. Chunki yoqtirmayman anaqa aralash qilib anaqa qilishsa, keyin adabiy tilda bo'lishi kerak va hammasidan to'g'ri tarjimasini aytish kerak-da. Shuning uchun rahmat bu narsani sezgan bo'lsangiz. Oldingi darsingizda ham qatnashgandim. Birinchi VAYUda e'lon qilishganda, o'shanda ham ancha ko'p foyda olgandim. Ayniqsa mustaqil o'qish bilan o'qituvchi bilan o'qish o'rtasidagi, masalan, qilib borish to'g'risidagi maslahatingiz rosa yoqqandi. Chunki doim o'zim mustaqil shug'ullanganim uchun bitta tilni o'rganish juda ham ko'p vaqt olgandi. Shuning uchun o'qituvchi bilan ham normalniy bunaqada shug'ullanish foydali ekan deb o'ylab qoldim keyin. Rahmat, foyda tekkan bo'lsa xursandman. Reально, anaqa rosa odamga приятно bo'larkan, bundan oldin nimadir deb qatnashib, yana bu yoqda ham shuni eslaganingizga. Rahmat, Shoira 씨. 너무 감사해요. Okay, yana kimdir boya qo'l ko'tardi-da, Ruxshona degan kishi edi shekilli. Ruxshona? So'ng 네. 감사합니다, dars uchun. Judayam Judayam zo'r dars. 감사합니다. Sizni Instagramda kuzatardim, lekin anchadan buyon Instagram kuzatmaganim uchun faqat Telegramda kuzatyapman. Rahmat kattakon. Bunaqa darslardan ko'p bo'lishini xohlab qolamiz. Rahmat. Da shunaqa aktiv bugungidek faol qatnashsangiz, reально yorman. Boya aytdim-ku, bu meni bu yil uchun eng katta maqsadlarimdan bittasi. Reально sizlarga iloji boricha ko'proq именно просто oddiy dars emas, bu yo'nalish berishdir, чтобы siz даже boshqa o'qituvchiga borsangiz ham yoki o'zingiz o'qisangiz ham nimalarga e'tibor berib yoki nimalarni qo'shimcha o'rganishingiz kerak bo'lsa, shunaqa narsalarni ozgina berish meni eng katta maqsadim sizlarga. Bu anaqada yilda 2025da nasib. Rahmat. Bo'ldimi, Yorobun? Tugadimi? Okay. Yorobun, aslida dam olish kuni kech bo'lganda o'tirib 1,5 soat diqqat qilish juda qiyin narsa. Men даже o'zim o'qituvchi bo'lsam ham, o'zim bitta narsani hozir eshitaman desam darsni, to'g'risini aytaman, maksimum 1,5 soatga yetadi. 1,5 soat diqqat qilib o'tirish 굉장히 어렵습니다. judayam qiyin, lekin 여러분들이 해냈어요. Siz buni amalga oshirdingiz va bu молодцы. Bu judayam yaxshi Yorobun, chunki yana qaysidir ma'noda koreys tilini o'rganishga yoki bo'lmasam bilmadim til boyligi koreys tilidagi so'z boyligingizni kitsa boyitishga yana ham siz o'zingizga qaysidir ma'noda bitta толчок berdingiz kitsa va bu narsa kelajakda koreys tilini yana ham yaxshiroq o'rganishingizga yaxshiroq tushunishingizga qiziqroq o'rganishingizga ozgina bo'lsa ham foyda bo'ldi degan umiddaman. Odamlar kech xayrlashgisi kelmayapti. Bunaqa gaplarni qanday uxlayman men Yorobun? Bugun anaqa deydi-ku, erib ketsam qo'shimcha maqtovdan nima bo'larkin? Ertaga tarjimam ham bor deb. Charchamanglar, sizlarga katta rahmat. Katta rahmat Yorobun. Da, вот именно faqat menga emas, jamoamni ham esingizdan chiqarmang. K-Dreamon komandasi biz haligi juda ham katta emasmiz, lekin reально ikkita tomonimda ikkita meni kuchli anaqa qaysidir manda yordamchi emas, yelkadosh desam ham to'g'riroq bo'ladi. Komandadoshlarim bor. Shuning uchun yana bir marta ularga ham rahmat aytaman. Yorobun, sug'ashimda. Kelasi darslarda ham yana xuddi shunday yaxshi sostav bilan deydi-yu, aktiv o'quvchilar bilan ko'rishamiz degan umiddaman. Darsning videosi guruhga tashlanadi ertaga yoki indin bilmadim. Tayyor bo'lgandan tashlaymiz. Videosini ko'ringlar va bemalol tarqating. Xohlaganishingiz Yorobun, unda ограничение hech nima yo'q. Xohlaganishingiz tarqating va o'zingiz ham bemalol o'tirib yozib oling darsni yana bir marta ko'rib. Yorobun, 수고하셨습니다. 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.